بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli dehqon opalar, dehqon akalar, ustozlarimiz aytadi, ilm asli qalbdan qalbga yaxshi o'tadi deydi. Mana shunga mana bu to'g'ri to'g'ridan to'g'ri efirlarni qilishimizda maqsadimiz ham shu. Inshaalloh Alloh nasib qilsa balkim hali O'zbekiston bo'ylab ham shunday agro darslarni ustozlarimiz bilan birga yurib, onlayn emas, offlayn qilib o'tkazsak ham bo'ladi. Albatta sizlarning duolaringiz va xohishlaringiz bilan. Mana o'zini ishini mutaxassisi bo'layin deb ilm olayotgan qancha degan dehqon opalarimiz bor mana. Ma'lumot to'playotgan, o'zini bilganlarini hech boshqalardan yoshirmay, oqizmay, tomizmay bizga ilm o'rgatayotgan, bizga xabar berayotgan ustozlarimiz bor. Demak, biz o'zimizni baxtlilar qatorida qo'shsak bo'ladi inshaalloh robbil alamin. Rezavor o'simliklarning ichidan malina bu 1 yillik yoki 2 yillik o'simlik emas, yo'q deganda bir 5 yil foydalanishimiz kerak. Shunday ekan, mana shunda biz nav tanlashlikka yo boshqa ishlarga xato qo'ymaslikka juda ham qattiq harakat qilishimiz kerak. Mana dehqonlarimiz buni juda ko'p yillardan beri sinab, o'zlarida tajribalarida, o'zlarining sharoitlarida sinab, endi bizga inshaalloh ma'lumot bermoqchilar. Mana kechangi darsimizda ustozimiz O'rdabek aytdilar, qanchalar qilgan xatolarini, qanchalar qilgan xarajatlarini aytib berdi-da. Shunday ekan, mana bugun inshaalloh bugungi mavzuyimizda ustozimiz Nasriddinga beramiz. Bu juda ham murakkab bir mas'uliyat, sababi bir nav haqida ma'lumot ishlik, mana shu bilan ishlaylik deyishlik boshqalar uchun yoki zulm bo'ladi yoki foyda bo'ladi-da. Buni biz bilamiz, o'zlarini tajribalarida bir qancha yildan beri bir qancha navlarni sinab, bir qancha navlarni, bir qancha turlarini bizga ko'rsatgan ustozimiz mana Nasriddinni inshaalloh bugun iltimos qildik. U kishi rozi bo'ldilar. Bu katta ish, katta xarajat. Qayerlardan borib ko'chatlarni topib kelishlik, ularni o'zida sinashlik, qancha degan nervlar, asablar, bu uchun qancha ilm kerak. Chunki navni boshqa navdan ajrata olishga uchun ham ilm kerak. Demak, Alloh taolo mana shu ustozimizni ilm bilan siylagan ekan. Alloh taolo shu insonga mana shuncha ma'lumot bergan ekan. Demak, bu insonlarni biz qadrlashimiz kerak. Bu insonlarda har bir aytadigan so'zini oltinga teng qilib, o'zimizga quloqimizga qo'rg'oshinli qilib olsak yoki daftarlarimizga chiroyli qilib yozib olsak, erta o'zimizga foyda bo'ladi. Shunday ekan, bugungi so'zni ustozimizga bersak, Nasriddin, bismillah, chiqsangizda bizga bugun shu navlar haqida ma'lumot bersangiz. Bu reklama emas, darrov aytaylik ustozlar yoki dehqon aka, bu reklama emas yo boshqa emas. Nasriddin o'ziga bor navni maqtagani yo'q. Bu yoqda ma'lumot bo'lyapti. Keyin bir navlar yomonlanmayapti. Bizning maqsadimiz siz qiladigan ishdan foyda bo'lsin. Siz qiladigan ishdan boricha ko'proq foyda bo'lsin. O'sha uchun bugungi darsimizda inshaalloh o'ylaymizki manfaatli va foydali bo'ladi. Nasriddin, bismillah, agar nima qilsa efirga chiqsangiz. Assalomu alaykum. Rahmatullohi aka, xorlaylar, yaxshimisizlar? Qulig'inglar yaxshimi? Charchamaysizlarmi? Va alaykum assalom. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Sizday ustozlarimizni safida bor ekan, inshaalloh ishimiz yurishadi, davlatimiz rivojlanadi. Bugungi qiladigan ma'ruzangizga, ma'lumotlaringizga va darslaringizga Alloh yordam bersin. Bismillah. Avvalambor hammaga yana bir marta assalomu alaykum. Juma yomilari muborak bo'lsin hammalarga. Mana bugun bizga bir to'g'risi juda mas'uliyatli ish topshirildi. Misol uchun yerda bir narsa qilish, maylidan bir narsa qilsa, o'xshamay qolsa, ertasi kuni boshqa narsa qilib olish mumkin-da. Bir dori yoqmay qolsa, ertaga ikkinchi dorisini sepib qolish mumkin. Lekin sortlarni tanlashda Musoka aytgandaqa bitta adashib qoladigan bo'lsa, kamida 1 yil yoki 2 yil. Chunki bitta sortda ikkinchi sortning natijasini bilguncha kamida 2 yil vaqt kerak bo'ladi. Men nazarimdagi to'g'risi eng qiyin narsa, chunki men ham juda ko'p o'qiganman bu narsada. O'rtacha 5 yildan oshiq vaqtim ketgan. Yana aytib o'tmoqchiman, alohida bu narsa kimnirdagi sortlarda Musoka aytgan narsa, kimdir sortlarni yomonlash yoki boshqa narsa emas. Bu bizni shaxsan meni, endi biz deb gapiraman men ko'proq.
Biza o'zimiz o'rganganlarimiz Yevropadamidi, Rossiyadamidi yoki bir boshqa joylarda olingan ma'lumotlar, masalan, Aljermi, Marokashdagimi misol, shularda olingan ma'lumotlarni tahlil asosida, o'zimiz qilgan tahlil asosida olgan xulosalarimiz va biz O'zbekistonda qilgan o'zimizni nima deydi, ilmimizdan kelib chiqib solishtirma xulosalarimiz desam to'g'riroq bo'ladi. Bizni ko'p narsalarimizni, ko'proq olganimiz ma'lumotni FAO degan tashkilot bor. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotida oziq-ovqat va agrokultura bo'yicha alohida bitta razdeli bor, bo'limi bor. Shu razdeldan olingan xulosalarga yoki ma'lumotlarga asoslangan ko'p ma'lumotlarimiz biza. Shuning uchun kimgadir tushishi yoki tushmashi mumkin, lekin bu narsani yo'l oson, ozgina o'sha nima deydi, muruvvatini burab, u yoqqa bu yoqqa qilib ligirovka qilib olgandaqa narsa, xudo xohlasa. O'zi qanaqa turlari borligi haqida aytib o'tib ketamiz. Birinchisi bu malinalar, o'zi poyasi 2 yillik bo'lgan, tomiri ko'p yillik chala butalar oilasiga kiradi. Ya'ni poyasi 2 yildan oshiq yashamaydi degani, bu degani 3-yildan уже qurib ketadi degani. Tomiri uzoq yillik yashaydi. 2 yildan oshiq yashasa, уже ko'p yillik o'simliklar qatoriga kiradi. Bu 5 yilmidi, 100 yilmidi farqi yo'q. Odatda 7-8 yil yashaydi. Yaxshi haligi holat hosil berib. Shunaqa. Endi bu malinalarimiz turiga keladigan bo'lsak, morfologiyasiga keladigan bo'lsak, bu hammaga ma'lum va mashhur yozgi malinalar, ya'ni letniy sortlar va keyingisi remontant sortlar va yangi chiqqan oxirgi yillarda yangi paydo bo'lgan termin bu tutaymer sortlar deyiladi. Endi letniy sortlarda endi bilmaganlarga ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketamiz. Letniy sortlar deb qaysi malinalarni aytamizki, ekilgandan keyingi chiqqan shoxi 2-yilda hosil beradigan bo'lsa, bu letniy sort deyiladi. Ya'ni ekdingiz, 1-yil o'sdi, 2-yildan shu o'sgan shoxi meva qilishini bu letniy sort deyiladi. Endi remontant sort degani bu ekkangiz hosil beradigan malinalarda aytiladi. Ya'ni tomiridan noldan chiqib o'sadigan bo'lsa, masalan, letniy sortlarni shoxini olib kelib ekib qo'ysangiz, shu yili meva bersa, bu letniy remontant degani emas bu. Tomirdan, noldan, o'sha ildiz bachkisidan chiqqan o'simliklar, o'sha poyasidan 2-yilda bersa, bu letniy bo'ladi. Shu bachkisidan chiqib shu yilda o'zida meva beradigan bo'lsa, bu remontant malina deyiladi. Remontant malinalar 1-yilda bir marta yoki 2 marta ham hosil berishi mumkin. Bu sizlarni qaroviylarga, shart-sharoitinglarga bog'liq va yoki shu bitta meva qilib kuzgacha, qor yoqqungacha meva berishi mumkin. Endi tutaymer sortlar deganda bu yangi termin. Bu o'zi buni farqlashimiz kerak. Remontant bilan tutaymer holatdagi sortlar bilan farqlashimiz kerak. O'zi nimaga kerak bu narsa? O'zi aslida oddiy remontant malina ham tutaymerlik vazifasini bajaraveradi. Bemalol masalan polka, masalan misol uchun Delivamida yoki bir qanaqadir karamelkamida shunga o'xshagan sortlar ham bemalol tutaymerlik vazifasini bajaraveradi. Tutaymer degani bu 1-yilda chiqqan meva bergan shoxini keyingi yilda ham meva olishga tutaymer deyiladi. Endi nimaga polka palanalarni biz tutaymer demaymiz deydigan bo'lsak, bularni shoxlari, poyalari kalta bo'ladi, o'rtacha 1,5 metr bo'lganligi uchun meva qilgan shoxlari 50% yuqorisida meva qiladi va 70-80 santimetr pastidagi shoxlari meva qilmaydi. Misol uchun. Shuni qoldirib qo'yadigan bo'lsak, keyingi yilda xuddi shu shoxlar tutaymer vazifasini qilib meva beradi, lekin mevalari chiqqungacha pastdan yangi shoxlar chiqib ketishini hisobiga va bo'yi pastligini hisobiga yer bilan bitta bo'lib ketadi. Ya'ni 70-80 santimetr o'sadigan bo'lsa, qoldirilgan shox yonidan lateral shoxlari chiqadigan bo'lsa, ular 30-40 santimetr o'sib yonboshga qo'l tashlaydigan bo'lsa, misol shu tashlagani yer bilan bitta bo'lib olish, terish qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun bularni tutaymer qilishga tavsiya qilinmaydi. Tutaymer mevalari o'zi sortlari bu odatda 2 metrdan oshadigan, kamida 1,80 bo'ladigan, odatda 2-2,5 metr bo'ladigan, hosil beradigan malinalarni keyingi yilga shoxini qoldirib qo'yishligi tutaymer deb nom qo'yishib olgan o'zi aslida. Buni ham YouTube tomonlari nimada deydigan bo'lsa, bo'yi 1,80 yoki 2 metr yoki minimum 1,60 gacha qoldiriladi. Shunda yuqori 3dan 2 qismi yoki 50% yuqori 50% shoxlardan hosil olish oson.
ular yerga tegib qolmaydi. Shuning uchun ulardan meva olish oson bo'lgani uchun 1 yil 2 marta, ya'ni ertaki hosil olish uchun qilinadi. Bu tutaymi holatida kimlar qiladi yoki qiladi? Qishi erta kelib qoladigan davlatlar, masalan, shunaqa regionlar qiladi. Birinchi yil o'stirib oladi. Misol, keyingi yildan tutaymi qilib hosil olaveradi. Shoxini yuqori qismini kesib olib yoki shu sanoat miqyosida yoki sizlar bilan biz qilmoqchi bo'lgan odamlar tutaymi vazifasida ish qiladi. Malinalarni manfaat ko'rinishlari, tashqi ko'rinishlari, nima maqsaddagi turlarini aytadigan bo'lsak, endi bu narsada chet el qanday qaraydi? Chet el odatda malinalarga yo'nalishlari bo'ladi. Misol uchun, ular odatda bir xil yo'nalishda, bir yo'nalishda ish olib borishadi. Masalan, qaysidir marinachilar bo'ladi, nalar chiqarish bilan shug'ullanadi. Qaysidir marinachilar bo'ladi, faqat bitta sort yoki ikkita sort asosiy yo'nalishi mana bu объемga zamorозка qilish uchun ishlatiladi. Yana qaysidir bitta marinachilar bo'ladi, shu qimmat bozorga, ya'ni свежий рынокка ishlaydiganlari bo'ladi. Ular ham sortga, ham haligi unaqa nima deydi, malinaga yoki ko'chat chiqarishga yoki xullas bizga o'xshab to'rtta narsani ushlab olmaydi. Bitta yo'nalishda yuradi, mukammal yurishga harakat qiladi va shu narsa ular uchun optimal hisoblanadi. Endi bizga sizlarga aytib o'tadigan bo'lsak, bu letniy malinalar haqida bir og'iz gapirib o'tib ketamiz. Letniy malinalarni aytdik, shu ekilgandan keyin ikkinchi yildan meva beradi. Ya'ni ildiz bachkisidan chiqqan poyasi ikkinchi yildan meva beradi. Endi ko'proq pshixliba sortlarini aytishimiz mumkin. Bu sortlarda endi общий aytib ketaman. Sortlar haqida keyin aytamiz. Letniy malinalarda plyus va minus tomonlarini aytib o'tib ketamiz. Letniy malinalarda plyus tomoni 1 yilda oladigan hosilingizni, yil davomida oladigan hosilingizni 1 oyda to'liq olib qo'yishingiz. Shu tomonlama zo'r. Va birdaniga katta объемga chiqishingiz. Masalan, pshixliba sorti 40 tonnagacha degan bo'lsa, avtori 1 oy davomida, 1 oy yoki 35 kun davomida 1 yilda oladigan hosilingizni bitta vaqtda o'zida olib qo'yishingiz. Shu tomonlama yutuq. Endi buni kimlar qiladi? Buni doimgidek shu zamorozkaga qiladiganlar, объем ishlaydiganlar yoki shu qimmat vaqtini poylab o'tiradiganlar qiladi. Endi qimmat vaqtini bular atayin qiladiki, long cane usulida ko'proq bo'ladi. Long cane, ya'ni tuvallarda shu eng qimmat vaqtni tanlashadi. Men pishxiba misolda pishishidan oldin, ya'ni bozorga chiqish vaqtidan oldin, masalan, yangi yilga bo'ladigan bo'lsa, shundan 75 kun yoki 80 kun oldin kunni belgilashadi va zakaz qiladi. Ko'chat chiqarib beradigan joylarga, pitomniklarga zakaz qiladi. Bizga shu 3 oy oldin yoki 80 kun oldin mana bu sortdan shuncha, pshixliba sortidan shuncha объемda kerak deydi va shu paytdan boshlab turib, shu 3 oy oldingi muddatida ularga yetkazib beriladi. Ular 3 oy davomida unga qarab turib, rosa pik paytiga o'rtacha endi Yevropadagi narxi 28 yoki 35 yevrogacha sotiladigan bo'lar ekan pishxiba sorti. Shunaqa paytga pishirib olib chiqishadi va shu narsa ularni bemalol qoplaydi. Endi bu yaxshi tomoni bo'ladigan bo'lsa, endi bu yil 12 oy qilish mumkin. Ya'ni qanaqa qilib qiladi desa, bular odatda klonlash usulida ko'paytirib oladi. Ya'ni bitta laboratoriyada ko'paytirib oladi yoki tomirlarini nima qilish oladi? Muzlatib qo'yadi. 1 yilgacha saqlab turaveradi. Xolodilniklarda -2 gradusda turaveradi. 1 yilgacha saqlab turilaveradi. Faqat ularning shartnomasi oldindan tuziladi. Mana menga kerak bo'lgan paytda borib, menga mingta ber deyilmaydi. Oldindan zakaz beriladi, shartnoma tuzilib, shunga yetkazib beriladi. 1 yil oldin tuziladi shartnoma. Juda erta tuzilsa, 7 oy oldin tuziladi ekan shartnomalar. Ular shunaqa. Endi buni letniy sortlar ocha dalalarga ekadiganlar bo'ladigan bo'lsa, bularda ham yaxshi tomoni shu, bitta vaqtda hosil olinadi. Masalan, biz O'zbekiston sharoitida issiq o'lkalarga, issiq joylarga, masalan, Surxondaryo tomonlariga juda optimal deb hisoblayman men. Sababi ularda fevral oylarida ham o'sha yerda tafti isib, misol amal noldan o'tgandan keyin amal yurishni boshlaydi. Ya'ni eng qimmat payt xullas martlargamidi, aprellargamidi bu sortlarni chiqarib oladigan bo'lsa, o'rtacha minimum 6 grammdan oshadigan bo'lsa, bemalol 200 mingdan yuqori holatda bemalol 1000 mingni Toshkent olaveradi. Endi biz tan olamizmi yo'qmi, biz asosiy bozorimiz Toshkent hisoblanadi. Masalan, Andijon damida yoki boshqa joylardan qimmat joylar bordir, lekin объемga baribir Toshkent oladi.
Chunki hammani oladigan mo'ljali, masalan, meni sotadigan mo'ljalim Toshkent, misol uchun, mevalar. A, Shunaqa issiq joylarda bo'ladigan bo'lsa, shu letniy sortlardan men pshixibani tavsiya qilaman. Yoki tadmur degan sort bor, Avstraliyani sorti adashmasam, u ham pshixibadan keyin, nisbatan keyin pishadi. Pshixiba tugashni boshlayotganda tadmur sorti pishishni boshlaydi. Buni ham transportabelligi juda zo'r, yirikligi pshixibadan qolishmaydi. Shu tadmur bilan nimani ekadigan bo'lsa, pshixibani ulab ketadi. Ya'ni maylargacha kelgungacha hosilini olib bo'ladi. Bu paytda уже graduslarimiz уже 30 dan oshayotgan bo'ladi. Adashmasam 35 gradusda bo'ladi, ya'ni mevasini bexato olib oladi. Chet elda ham, O'zbekistonda ham letniy sortlarni bitta minus tomoni bor. Chet elda minus tomoni именно agar ochiq dalalarda bo'ladigan bo'lsa, именно shu terim paytida yomg'irga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa yoki gullash paytida yomg'irga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, hosilni yo'qotib qo'yishi. Ya'ni gullar tepasida salafan sepkalar bo'lmasa, masalan, ko'pchilik Yevropani plantatsiyasini ko'rgan bo'lsanglar, ko'proq tepasi oq bo'ladi. Bu quyosh setkasi emas, bu yomg'ir setkasi o'zi ko'proq. Ko'pchilik quyosh setkasi deb o'ylaydi. Bu yomg'irdan to'sish bo'ladi maqsad. Ya'ni chang gullari yomg'irga tushib, changlanmay qoladi. Ya'ni uchib, urug' cho'giga tushmay qolib, hosilni nobud qilib qo'yadi. Ya'ni deformatsiyalangan yoki urug'lanmagan gullar bo'lib qoladi. O'sha meva terim paytida yaxshi tera olmaydi, chunki yomg'irda teradigan bo'lsa, mevani sifati ya'ni свежий рынокка nimasi juda tushib ketadi. Endi zamorozkaga ketaveradi-yu, ну, kачествоsi ancha pasayib ketadi, sort pasayib ketadi, tannarxi pasayib ketadi. Shu tomonlama bizda yomon hisoblanadi. Letniy sortlarning kamchiligi hisoblanadi. Keyingi narsasi, bitta xato qilib qo'ysangiz, shu qilgan xatoyingiz shu yana bitta sortga urishi mumkin. Ya'ni undan boshqa hosil ola olmaysiz. Keyin yana O'zbekistondagi yana bitta eng katta minus tomonlari shuni chiqarib oldingizmi, o'sha bizda shunaqa narsaki, meva bermay turadigan bo'lsa, bu mentalitetdan kelib chiqqan narsa. Ochig'i, meva qimmat bo'lsa, boshqa qimmat bo'lsa, keyin qarab olarman, keyin udobрение beraman, hozir mana bunga berib turavering deb turib qaramay qo'yishi. Masalan, bu ko'p kuzatilgan narsa, men ko'p kuzatganman bu narsani, o'zimda ham to'g'risi. Shuning uchun bu narsaga alohida shug'ullanadigan odamlar yurgani yaxshi. Endi keyingisi bu remontant sortlar. Remontant sortlar shu ekilgan yildan, ya'ni ildiz bachkisidan chiqib hosil beradigan sortlar. Bu hamma sort kiradi. Tutaymer ham, remontant ham to'g'ri kiradi. Endi bu sortlar shu polka palanadan boshlab hozirgi hamma eng zamonaviy sortlargacha kiradi. Bu sortlarda yaxshi tomoni, masalan, bitta pishib olgandan keyin, ya'ni qaysidir erta pishadi, kechki pishar, o'rta pisharlari bo'lsa, shu pishishdan boshlab qayerdadir xato qilsanglar, shu paytdagi pishayotgan hosilinglar, shu paytdagi pishayotgan hosilinglardan ubitка bo'lishi mumkin. Keyingi safariga, ya'ni keyingi qaroviylarda yaxshilasanglar, ya'ni hosil yaxshilanib ketaveradi. Shu tomonlama bular ancha kuchli hisoblanadi, bu sortlar. Endi bularning kamchiligiga keladigan bo'lsak, ko'pchiligi qarovni to'g'ri bilmasligimiz, ya'ni sug'orishdagi, ekishdagi xatolarimizda ko'p xatolarga yo'l qo'yamiz. Endi ularni haligi suv quyishdagi yoki bir удобрение berishdagi, qator ekishdagi, soya setka tortishdagi mavzularni to'liqroq aytamiz. Keyingisi bu tutaymer sortlar. Bu tutaymer sortlar kimlar uchun deydigan bo'lsa, bu tutaymer sortlar odatda shu свежий рынокка ishlayman deydiganlarga, ya'ni qimmat bozorga ishlayman deydiganlarga juda zo'r sort hisoblanadi. Optimal variant hisoblanadi. Ya'ni erta bahorda shu parnik asosida hosil olaman deydiganlarga yaxshi hisoblanadi. Endi buni ham plyus minus tomonlari, xuddi shu remontant malinada qanaqa plyusi bo'lsa, bularda ham xuddi shu minus tomonlari ham bir xil deyarli. Shuning uchun bunga assalomu alaykum domla. Shuning uchun bunga anaqa to'liq aytib o'tib ketmaymiz, sababi oldin biz to'g'ri ekishda, to'g'ri qarovlarda, shunga o'xshagan narsalarni bilib olsak bo'ldi. Endi bizda masalan nimaga ekiladi? Bizda oldin bilib olishimiz kerak sortlarni tanlashda. Men sortlar tanlashda uniki yomon, buniki yaxshi demayman. Sababi oddiy kriteriya qo'llaymiz. Men o'zim oddiy shu narsani keldim hali qarorga. 6 grammgacha bo'lgan malinalar bor va 6 grammdan yuqori malinalar desak, yaxshi bo'ladi ekan o'ylab qarasam. 6 grammgacha bo'lgan malinalar ko'proq ob'yomga ishlaganlarga yaxshi.
Hani kiloga ishlayman 30 mingdan 40 mingdan zamorozkaga tortaman deydigan odamlarga shu объемga shu 6 grammgacha bo'lgan malinalar yaxshi. Endi bu qaysi malinalar 6 grammgacha bo'lishini olmoqchi bo'lgan sortiylarda avtori bo'yicha bemalol haliginaqa grammini yozib qo'ygan bo'ladi. Shunga qarab turib olsanglar bo'laveradi. Lekin ko'p internet ma'lumotlarida bu grammlar juda xato ko'rsatiladi. Masalan, yoki sortlarni davlatlari xato ko'rsatiladi. Shuning uchun ma'lumotni shu chiqargan odamdan olish yaxshi hisoblanadi. Bizda объем ishlaydiganlarga qanaqa sort bo'lishidan qat'iy nazar farqi yo'q. Bu ochiq aytish kerak, lekin yaxshi bo'ladi zamonaviy sortlar ekishga. Endi kiloga ishlaydiganlarga emas, haliginaqa свежий рынокka, ya'ni qimmat bozorga ishlayman deganlarga imkon boricha 6 gramm, minimum 6 grammdan yuqori bo'lgan sortlarni va rangi ochiq bo'lgan sortlarni tanlash tavsiya qilinadi. Chunki malinalar bo'ladi, ranglari bo'ladi. Masalan, zamorozkaga ahamiyati yo'q. Muzlashga deyarli ahamiyati yo'q, ta'mini ham ahamiyati yo'q. Ularga kilo muhim, malinani o'zi muhim. Lekin mana bozorga chiqaraman deydigan odamlarga birinchi o'chirda birinchi pishishi, ya'ni erta pisharligi, keyingisi hajmi, keyingisi vidi, rangi, oxirida mazasi turadi. Qo'pol qilib aytganda, men shunaqa xulosaga keldim. Chunki shunaqalar bo'ladi. Masalan, ba'zi bir mevalar erta bahorda mevasi bemaza bo'lsa ham, imini dasturxonda ko'rk uchun olinadi bu mevalar. Endi bizda birinchi chiqarganda, endi hammanglarga ma'lum va mashhur, birinchi chiqargani xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi qimmatroq bo'ladi. Endi odatda keyingi davomida bo'ladigan bo'lsa, keyingisi rangi rol o'ynab qo'yadi. Объеми bilan, ya'ni mevani grammi bilan rangi rol o'ynab qo'yadi. Chunki malinalar bo'ladi, o'zi tabiiy holatda ochimtir bo'ladi rangi, to'q qizil bo'lmaydi. Keyingilari bo'ladi, qizil bo'ladi, ya'ni malinani to'q qizil rangi bo'ladi. Bu turgandan keyin to'qarib ketmaydi, ya'ni qorayib ketmaydi. Malinalar bo'ladi, уже pishgandan keyin уже nima bo'lib ketadi? Qorayib ketadigan sortlar bo'ladi. Endi bu sortlarni ham nomini aytmaymiz, sababi ko'pchilikda unaqa sortlar bor, bunaqa sortlar bor. Biz просто sizlar qaysiga e'tibor berishinglar kerakligini aytamiz xolos. Shuning uchun imkon boricha agar свежий рынок ishlayman deydigan bo'lsanglar, ya'ni qimmat bozorga ishlayman desanglar, shu erta pishar va rangi och malinalarda, transportabelligi yaxshi bo'lgan malinalarni ushlash tavsiya qilinadi. Bo'ldi, boshqa nima yo'q. Sizlar bu narsani grammini 6 grammdan chiqarib qo'yinglar. Hech bo'lmasa kuninglarga bir 5-6 kilomida, 3-4 kilomi chiqarib qo'yinglar. Men shu narsani sezdim. Buxorodamidi, Xorazmdamidi, Toshkentgacha уже nima bor, klient bor. Men bundan hech qanaqa ham yo'q. Nima deydi? Gumonim yo'q. Sizlar agarki kuninglarga agar 10 kilogacha chiqarib bera oladigan bo'lsanglar, u nima deydi? Toshkentdan bitta odam kelib sizlarni ushlaydi. Chunki bizga juda ko'p nima bo'ladi? Nima deydi? Telefon bo'ladi, boshqa bo'ladi, malina kerak, boshqa kerak deydi. Shuning uchun sizlarda bu narsada umuman hijolat bo'lmanglar. Sotolmaymanmikin, biz Toshkentga sotolmaymiz degan gapni ham o'ylamanglar. Bu narsa o'sha O'zbekistonda muammo emas. Mana gruppalar bor. Shunday malinangizni videosini shuni tashlab qo'ysangiz, o'sha nima deydi, Dilnoza opaga o'xshagan kamida Dilnoza opa oladi xullas. Masalan, Abduhalim aka ham misol yoki boshqalar ham Dilnoza opa orqali ko'pchilik sotiladi. Masalan, bu narsa nimaga aytmoqchimanki, sizlarda malinalarga doimiy klient bor. Sizlarni ishinglar malinani grammini, vidini chiroyli chiqarib bersanglar bo'ldi. Shu. Endi объемga ishlaydigan bilan nimalarda farqi nimada deydigan bo'lsa, masalan, men объемdan ko'ra kiloda ko'proq tavsiya qilaman. Nimagaki объем ishlaydigan bo'lsanglar, masalan, bitta malinani sorti bo'ladi, o'rtacha 15 tonnadan 10 tonnadan 15 tonnagacha. Sizlar 10 tonna hisoblaydigan bo'lsanglar, 10 tonnasini sotsanglar, to'g'ri, pishishni boshlagandan boshlab oxirigacha 30 mingdan, 35 mingdan sotasizlar. Misol uchun 10 tonna sotdinglar, 300 million so'm pul bo'ldi. Oddiy arifmetik holatda. Endi bu 1 gektar yerniki bo'ladigan bo'lsa, endi sizlar shuni 50 sotinglarmidi misol uchun yoki bir gektardami, anavi qimmatroq bo'lgan, hech bo'lmasa nomini aytishga majburman. Enra Sadira o'zi oddiy sort emas, bu zo'r sort. Enra Sadiradaqa minimal grammi 6 gramm bo'lgan sort ekadigan bo'lsanglar, bemalol 100 ming so'mdan sotasizlar. Bu yil 12 oy. Bir 10 ming, 10 kun, 15 kunmi nimada qolar, lekin bu baribir korzinka oladi sizlardan shu narxga. %100 oladi. Men bu narsani mana 2 yildan beri
shu korzinkani har oy kirib ko'raman. Hali hech kim bu narsani mana gruppada hozir savol javobimizdan keyin ham o'zlari aytishadi. 100 ming so'mdan men Enrasadirani o'rtacha 6 gramm, 5,5-6 grammini 100 ming so'mdan men kam olishganini eshitmaganman ham, ko'rmaganman ham. Degani, Enrasadirani masalan siz 1 gektardan o'sha o'zi kamida 10 tonna olarsiz, 8 tonna olarsiz, lekin siz 5 tonna olgan taqdiringizda ham 500 million so'm pul bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda. 1 gektardan o'sha 300 millionga sotgandan ko'ra, 1 gektardan 5 tonna oling, siz 500 ming so'mga 500 million so'mga soting. Misol uchunda, shu tomonlama men qimmatroq narsani tavsiya qilaman to'g'risi. Keyin bir ikkita uchta darsimizdan oldinmi, 2-3 kun oldinmi shunaqa savol beruvdi. Bittasi qaysi sortda ekkanimiz yaxshi, kiloliydimi yoki nima deb so'ruvdi. Mana qimmat bozorga chiqarganimiz yaxshimi, gramma katta sort ekkanimiz yaxshimi deb hamma javob beruvdi. Men indamodim to'g'risi. Sizga meni maslahatim, agar shu odam eshitayotgan bo'lsa, grammi kattasini olavering. Grammi kattasini olsangiz, katta grammingizni qimmat bozorga sotaverasiz. Grammi pastlaringizni, grammi past chiqib qoladi-da, yaxshi qarolmagan joylaringizni ob'yomga urvoraverasiz. Lekin siz kiloga ishlayman deydigan sortingizni qimmat bozorga urolmaysiz. Shu tomoni bor. Shuning uchun faqat zo'rini qilarsanglar, o'zi pachag'iga o'zi nima chiqaveradi. Haligi maydalariga o'zi nima deydi, qiyomchilar chiqaveradi. O'zbekistonda o'zbek xalqi hali bir narsani isrof qilib yuborgan xalq emas. Hali Hojiboy aytgandaqa do'ppini to'yda oladi, keyin hali molxonaga keladi, keyin oxiri qozon ushlaydigan narsa qilib qo'yadi deydi-yu. Xuddi shunga o'xshab turib o'zbeklarning xudo xolasa isrofdan qo'rqadigan xalq nimasidir yo'lini topadi. Endi bizdagi O'zbekistondagilarda eng katta xatosi, sort tanlashdagi xatosi to'g'ridan to'g'ri YouTubedan ko'rib olishlari, to'g'ridan to'g'ri kimdir bir narsani qilayotgan bo'lsa, ob'yomda qilayotgan bo'lsa, shu odamni orqasidan ketishi, haligi so'ramasdan qanday ko'ziga ishonib, o'zini nimasidan xulosalanib chiqarib berishi, masalan, keyin hamma sortni 5-6 dan uyga ekib olishi. Men shu narsaga qarshiman to'g'risi. Keyin erta natija kutib olish, bitta yillik katta bo'lmasa bo'lmaydi ekan deb xulosa chiqarib olish. Misol, keyingi nimasi shu bitta sortni aytsa, darrov internetdan ko'radida, haligi mevalarini, boshqalarini ko'rib turib, darrov zakaz qilib ekib olish. Va keyingi eng katta minusi arzonligi uchish. Eng katta minusi. Chunki bu narsalarni hozir alohida aytib o'tib ketaman. Misol uchun birinchi aytgan narsam bu sortda giperreklamasi deydi. Ya'ni kuchaytirilgan reklama. Bir masalan, bir malina dervagalinaqa parusalar chiqyapti-da, chiroyli bo'lib turib internetdan ko'ryapti. Bu sun'iy intellektni chiqargan videolari yoki boshqalari bo'lyapti. Endi ko'p odam buni farqiga bormaydi. Mana shu zo'r ekan deydi-da, tars etib olaveradi yoki mevalarni shunday ko'radida, o'sha именно pikka chiqqan paytini videolari bo'ladi, odatiy holatda shu pikka chiqqan paytini ko'rib turib zakaz qilib oladi. Keyin bir tog'orada qilganlarini ko'radi. Shunda bir narsaga e'tibor berishinglarni xohlardim. Agarki bir narsani sizlarga reklama qilayotgan bo'lsa, internetda izlaninglar, bunga nimamiz yo'q, qarshi ko'rsatmamiz, boshqamiz yo'q, tavsiya qilamiz, biz ham istaymiz. Masalan, bitta sortni ko'rsanglar internetda, masalan, ruslarda shunaqasini istaylarki, 5-6 ta rusni ko'ringlar. Mevalar haligindaqa uyda bir dona malinasi bo'lsa ham shuni reklama qilayotgan odamni qaranglar, misol uchun. Sababi nimaga deysanglar, buni nimaga aytyapman? Sababi bunda reklamada agarki biladigan odam reklama qiladigan bo'lsa, ranglari chiroyli mevalar tanlab qo'yadi reklamaga. Ya'ni, rozviy svetdagi malinalarni qo'yib qo'yadi. Lekin mana bu odatiy uyda reklama qilayotgan odamni mevasini qaraydigan bo'lsanglar, unda bittasi rozviy pishgan, bittasi qoramtir pishgan, bittasi bardoviy pishgan bo'lishi mumkin-da. Shunda sizlar bilinglarki, mevalar qorayib ketish ehtimoli bor. Bu qorayib ketishi bizni bozor umuman suymaydi. O'sha bir sutkada qorayib ketadigan mevalar bor. O'sha ikkinchi sutkadan boshlab o'sha haliginaqa qo'qongilos bo'lib qoladi. Shunaqa sortlar bor. Sababi, ana Dilnoza opa bilan biz ko'p gaplashganmiz bu narsada. O'zi ham aytadi. Misol, ko'p sortlar endi o'sha remantdan pastdagi sortlarda paqirda, qora paqirda qorayib turibdi-da. Haligi shu darajada bo'lib ketgan, sota olmayapti. Ya'ni oddiy malina
narxida sotolmayotganlar именно mana yilda ko'p kuzatildi. Men bu narsa 4 yil, 5 yildan keyin bo'lsa kerak degandim. Ну, 1 yilda chiqdi shuni rezultati. Shunga akalar, opalar, sortda reklama qilayotganda shunga o'xshagan narsalarga e'tibor qilmanglar. Keyingi narsasi sortda aytayotganda, masalan, daraxtda sizlarning ko'zinglarga 7-8 grammga o'xshab ko'rinaveradi bu narsa. Bizda ko'p kuzatilgan bu narsani именно tarozi olib ko'rmaguninglarcha bu narsani tushunmaysizlar, his qilmaysizlar. Bitta o'sha 20 ming so'mmi, 50 ming so'mli tarozini olib olinglar. Shunda bitta malinani qo'yib ko'ringlar. Shunda 5 grammli malinani qanaqaligini bilasizlar. Sizlarni ko'zinglarda reklamalardagi, biz O'zbekistondagi reklamalardagi 3 gramm, 4 grammli malinalar sizlarni ko'zinglarga 7-8 grammga o'xshab ko'rinadi. Bu narsani eng oddiy yo'li shu olib turib, taqqoslab qo'yish ko'rish kerak. Shunda bilinadi. Ungacha sizlarni ko'zinglarga bunday turaveradi. Sizlarni ko'zi, siz bilan bizni ko'zimizda shunisi yomon-da, chunki biz u narsani xohlayotganimiz uchun biza anaqamiz, ruhiyatimiz shunga ishonishga majbur qilib qo'yadi, aqlimizga emas. Shuning uchun biz shunga ishonib qolamizda, keyin bozorga katta umidlar bilan olib chiqsak, yonimizda biznikidan zo'r turgandan keyin ha bu sort yaxshi emas ekan deb turib juda katta minus shu holatda kelib chiqadi. Ya'ni biz sortlarimizga katta baho berib yuborishimizdan kelib chiqadi. Sortlarni ekayotganda, olayotganda originallikka, birinchi e'tibor originallikka, sababi originallikka e'tibor berish kerak. Originalda nimasi yaxshi? Originallikni yaxshisi agar bu gektarga ekadiganlarga, originallikni yaxshisi shuki, birorta narsasida xato ketadigan bo'lsa, shu avtori bo'yicha o'qisangiz shunga javob olasizlar. Ya'ni mana bu paytda manaqa bo'ldi desanglar, shunday avtoridan emas, avtor yozgan original narsani o'qisanglar, shunga qarshi chora tadbirlarni qilsanglar, именно shu narsa chiqadi. Lekin original bo'lmagan, nomini bilmagan sortlar bo'ladigan bo'lsa, qiynalib qolasizlar. Yerda ham misol uchun alohida bir narsa bo'lishi kerak emas. Olib kelib ekin ko'karib ketadi. 99% ga ko'karib ketadi malina haligi asobiy. Men kechagi masalan bu bilan O'rdabek akani ma'ruzasiga qarshi chiqmoqchi emasman. O'rdabek aka professional yondashdi. Lekin o'sha uyda 5 metr joy bor odam yoki 4 metr joy bor odam ekkisi kelayotgan bo'lsa, любой sort olib kelib eksin. Odatiy joylar letniyda bo'lsa, misol uchun. Lekin agarki men boshlanishini ekib ko'raman deydigan odam bo'lsa, ya'ni hozircha uyimda 10 sotimida 2 soti yerim bor. Shu yerimdan agar ishim o'xshab ketadigan bo'lsa, ob'yomga chiqib ketaman deydigan odamga bunaqa sortlarga yaqinlashish kerak emas. Ular eng oliy sortlar ekish kerak. Bir donadan bo'lsa ham. Sababi nimaga deydigan bo'lsanglar, 6 grammdan pastki sortlarni ekadigan bo'lsanglar, 6 grammdan pastki sortlarni ekadigan bo'lsanglar, qaysidir sort bo'lsa ham shu sort eksanglar, sizlarni mevanglar 4-5 gramm chiqadi. Bu o'rtacha qarasanglar emas, yaxshi qarasanglar. Chunki avtor o'zi 4-5 gramm deb yozgan bu sortda. Misol uchun 4-5 gramm chiqadigan bo'lsa, siz buni bozorga olib chiqadigan bo'lsangiz, bozorda 7 gramm, 8 gramm narsa bo'lsa, sizga anaqa bo'lmaydi. Nima deydi? Motivatsiya bo'lmaydi. Ha, malina shu ekanda deysizlar. Lekin sizlarning sortinglar yaxshi, anaqa 7-8 gramm, o'rtacha 7-8 gramm sortlar bo'ladigan bo'lsa, zo'r 12 grammgacha chiqadigan sortlarni ekadigan bo'lsanglar, malinalar 7-8 gramm emas, 6 grammmi, 7 grammmi chiqadigan bo'lsa, bozorga olib chiqsanglar, bozor so'raydi sizlardan. Telefoningizlarda oladi, kelganda mana qilib bering, bizga monopartiyani chiqaring deb so'rasa, sizlarga bu narsa motivatsiya bo'ladi. Atak shu oilamga, bola chaqamga bunday ko'rib xursand bo'laman, yerim bo'sh bo'lmaydi deydiganlarga любой sort teksa. Bu mana bu sort yaxshi, mana bu sort yomon deyilmaydi. Chunki bu sortlarda aytilgandaqa, kecha O'rdabek aytgandaqa, endi aytdiki O'rdabek aka, eshitdinglar, sortlar zakaz qilinadi. Bizda mana bunaqa sharoitlar bor, mana shunga to'g'ri kelish kerak desa, shu genidan ter beradi. Qo'rq qilib ekan, endi bu narsaning imkoni bor. Shu genidan qiyin bo'lsa ham imkoni bor, ter beradi. Lekin qolgan ko'pchilik davlatlar o'zlaricha bir narsani o'ylab turib ixtiro qiladi. Shunga o'xshab udashni chiqib qoladigan sortlar ham bor. Masalan, shu narsani udashni chiqib qolgani violet sort hisoblanadi. Haligi bemaqsad emas u, shunchaki yaratilgan udashni chiqib qolgan sort. Misol uchun shu violet sorti hisoblanadi aytganimdaqa. Shuning uchun yaxshilar mana bu sort ekinglar, mana bu odamdagi yaxshi, mana bu odamdagi yomon emas demayman. Kim nimani xohlasa shuni eksin, lekin ob'yomga chiqaman, keyinchalik baribir rivojlanishga qarab ketaman, men shu narsani mahkam ushlayman deydigan odamlar boshlanishiga haligi oddiy sortlardan boshlash degan narsa eng katta xato. Eng yaxshi narsa, eng zo'rini ushlash kerak va shu narsani o'rganish kerak. Siz oddiy sort ushlab olganingiz bilan keyinchalik kuchliroq sortga o'taman desangiz, u bilan buni qarovi
umuman boshqa narsa. Chalg'itadi, adashtiradi. Uning uchun bir yo'li shu yaxshi sort ushlanglarda, yaxshi sortni birinchidan ko'rasizlar, ko'paytirasizlar. Misol uchun bitta sortingiz keyingi yilga 5 ta bo'ladi, 5 tangiz keyingi yilga 50 ta bo'ladi. Misol uchun oddiy o'zini ko'payishida. Shunaqa qilib 3-4 yilda o'zi sizlar urovingga chiqib olasizlar. Shuning uchun men sizlarga aytamiz, sortlarni doim o'zi hamma narsani doim yaxshisiga nima qilish kerak. Endi sizlarga masalan kimlardir bo'ladi, объемga ishlayman deydiganlarga men ochiq oydin aytaman. Masalan, meni hayratda qoldirgan, Yevropani ham hozirgi holatda hayratda qoldirgan sort bu baron sorti hisoblanadi. Grammi o'rtacha 8 gram, 7 gramdan yuqori bo'ladi, lekin maydasi 3 gram bo'ladi. Menga qoyil qoldirgani bu sortda. Menda yo'q bu sort sotuvda. Sotolmayman ekan, qo'pol qilib aytganda, chunki avtorskiy pravo olmaganman, shuning uchun men bu sortni sotmayman, o'zimga ko'paytiraman. Sotuvda yo'q menda bu sort. Bu sortlarda keladigan bo'lsak, qaysidir sortlar bo'ladi, bitta pikka chiqib meva beradi, keyin o'rtacha dam oladi, yana pikka chiqadi, dam oladi. Bu sortni men dam olganini ko'rmadim men to'g'risi. Faqat pikda ushadi. Eng nimasida solishtirilganda bitta lateralidan o'zidan 45 tadan 60 tagacha men anaqa gul sanadim va gullarning hammasini ushadi. Men ancha muncha sortda ko'rmaganman bu narsani. Bitta lateralidan chiqqan. Ya'ni qanaqa lateral? Uchidagi lateralidan, haligi pastidagi yarim metrdan emas. Uchidagi laterallardan xullas bitta gul chiqargan shoxlaridan men o'rtacha eng kam sanaganim 45 ta sanadim xolos. Maksimum sanaganim 62 tamikin, shunaqa bo'ldi. Bu degani 3 gramdan hisoblaganingizda ham уже 150 gram meva degani, qo'pol qilib aytganda bitta shoxida. Shuning uchun men masalan объем ishlaydiganlarga masalan polka palanalar ham zo'r, lekin bularda svejerinlikka qiylanasizlar, sababi malinalar tez qorayib ketadi. Keyin yana bitta narsa, malinalarda rangini qorayishi degan narsa bor. Aytdim, bu narsani olayotganda masalan qoraymaydigan sortlarni aytib o'tib ketaveraman. Misol uchun bunga Enrasadira. Agar pishishdan o'tib ketadigan emas, pishgan paytda uzadigan bo'lsanglar, pishgacha bo'lgan uzadigan bo'lsanglar aytilyapti bu sortlar. Palanes, Enrasadira, misolga Violet, Busaria, Maravilla, Margarita, misol uchun Hale, Aurora, shunga o'xshagan sortlar, masalan men bilgan sortlar, elitniy sortlar, ranglari bozor talabida transportabelligi zo'r ushlaydi, lekin kiloga zo'r ushlaydigan sort men to'g'risi ochiq aytaman, nimani ko'rmadim men. Masalan, Palanes ham 40 tonnagacha degan avtori bo'yicha. Pishixiba ham 40 tonna degan, misol uchun. Mana bu endi men aytayotgan baron sortimiz adashmasam 50 tonnadan yuqori bo'lsa kerak. Chunki bir o'qiganimda 40 tonna o'qiganman, keyingi o'qiganimda 50 tonna o'qidim. Sababi bu sort yangilik uchun hali to'liq o'rganilmagan. Bu sort eslatib o'taman, 2023-yilda Niva kompaniyasi pitomligi tomonidan ixtiro qilingan sortlar hisoblanadi. Hali bular to'liq rentabilnostligi o'rganilmagan. O'zi chiqqaniga 2020-yillarni 2019da chiqqan, patent olgani baron deb patentini 2023da olgan. Lekin Polshalar, polyaklar o'zi bunga juda katta e'tibor beryapti. Lekin mazasi O'zbekiston sharoitida deyarli bemaza. Ko'zingizni yumib malina ekkaningizni sezmaysiz. Ozgina sovuqda keyin ozgina malinaning nordon ta'mi chiqadi. Lekin nimagadir mana bu Belorussiya tomonlarida Anna Chamatova va Svetlana Tatur degan odamlar bor, endi ko'pchilik biladi. Shularda BRICS bo'yicha 19 BRICS beryapti. Bu degani shirin degani. Shunaqa holatda beryapti. Men hayron qoldim, bizda bunaqa bo'lgani yo'q. Keyingi narsasi, agarki masalan sortlarda hamma yangi sortlar zo'r degani emas. Masalan, men Lagare bilan Shani sortidan juda katta narsa kutuvdim. $10 oshiqroq, $12 atrofida olganman bir dona ko'chatda, to'g'risi. Lekin men kutgan, masalan, qo'pol qilib aytganda, Denlivani tanlaysanmi, Lagareni tanlaysanmi deydigan bo'lsa, men hozirgi holatda Denlivani tanlayman. Lagarega nisbatan, Shani sortiga nisbatan. Sababi men bulardan zo'r natija olmadim. Endi bunga o'ziga yarasha sabablar bor. Sababi men shu sortlarimni hammasiga bir xil dablini berdim. Yana bizdagi xatolardan yana bittasi, hamma sortdan 5-6 xil ekib olishi deb aytdim va 5-6 xil ekib olish bu xato emas, bu zo'r narsa. Bizda xatosi qayerda deydigan bo'lsa, shu 5-6 xil sortga bir xil dablini berishi. Bir xil qarovi eng katta xatoyimiz hisoblanadi. Ya'ni bitta sortimiz ertaki bo'ladi, bitta sortimiz kechki bo'ladi, bitta sortimiz o'rta pishar bo'ladi. Hammasiga bir xil dablini berishimiz biz eng katta xatoyimiz hisoblanadi.
Masalan, ertagi sortimiz butonizatsiyani pullashga kelayotganda mana maravillamida yoki o'rta pishar navlarimiz o'sha ancha nima bo'lib qolgan bo'ladi-da, hali yetmagan bo'ladi gullashga. Mana bu erta pishar sortlarimiz уже butonizatsiya bo'lib qolganda ham biz nima beraveramiz, selitra beraveramiz yoki bir shungarish udobрение beraveramiz. Yoki birinchi erta pishar sortimiz уже pishishni boshlab уже meva tugayotganda ham bir nima deydi, общий dorilar beraveramiz. MPK 20/20 misol. Xullas maxsus dori-darmonlarni sortga xoslab berishimiz shart. Hammasiga universal va sort yo'q, universal udobрение yo'q. Shuning uchun kimdir manaqani moni sep desa, darrov sep yubormash kerak, qilib yubormash kerak. Demoqchi bo'lganim, sizlar kutayotgan narsa bo'lmasligi mumkin bizni issiqligimiz hisobiga. Shuning uchun issiqqa ham hisoblashinglar. Shu sortlarda, qaysi sortlarda ko'ryapsizlar reklamasini albatta video internetda istanglar. Internetda istab turib 5-6 ta odamning videosini ko'ringlar. Qaysidir bittasida Rossiyaning qaysidir bittasida mevasi уже bardoviymi? Qaytinglar. Rahmat aytasizlar, qaytinglar. Chunki sizlarda undan ko'ra ko'proq bardoviy chiqadi. Bu bor narsa. Afterdagi rasmlarga qaramanglar, chunki afterdagi rasmlar o'rtacha 20 bilan 22 gradusda teplitsaning sharoitida o'stirilgan malinalar bo'ladi. Shuning uchun ularda bir chiroyli chiqadi. Sizda bo'ladi, mana Telegram gruppalarimizga tashlaydi-yu, haligi Gollandiyanikimida yoki Serbiyani malinalari monday bo'ladi, haligindaqa katta bo'ladi. Ulardagi asosiy narsa kunini sovuqligini, pastligi hisoblanadi. Bizda ham havoyimiz o'sha 25 bo'ladigan bo'lsa, bizda ularnikidan ko'ra yaxshiroq chiqadi. Shuning uchun birinchi narsa shu bitta sort qiziq deylarmi, birinchi mevasini rangini qaranglar. Agar biznesga yo'naltiraman desanglar, mevasini rangi qorami, qaytinglar. Rozoviymi, intilinglar. Shunaqa. Bizdagi asosiy narsamiz shu, prinsipimiz birinchi o'zimizdagi nimamiz, original sortga qiziqdik, hosildorligiga qiziqdik, keyin issiqqa chidamliligi. Shu 3 ta kriteriya bilan biz sortlar tanlaganmiz. Masalan, biz sortlarimiz olib kelib turib o'rganmaganmiz. Hammasini avtori bo'yicha o'qib, o'sha internetlarda 5-6 ta videosini ko'rib, masalan, Polyakdamida, Marokashdagimida yoki Aljirdagimida, misol uchun Serbiyadagimi videolarni ko'rib, ranglari boshqasi to'g'ri kelgani uchun keyin biz bu sortlarga intilganmiz. Qo'pol qilib aytgan. Yagona bizga shunchaki havodan kelib qolgan sort baron sorti bo'lgan. O'sha qo'shilib kelib qolgan, yaxshi ham bo'lgan ekan. Lekin qolgan hamma sortni iminnoy, maqsadli istab olganmiz. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, shu sortlarni albatta nimadan o'tkazinglar. O'sha sotuvchidan emas, sotuvchi o'zligini reklama qilaveradi. Chunki u sizga u sortni o'tkazish kerak-da, qo'pol qilib aytganda. Endi bu bor narsa, bozor marketingmi, bozor iqtisodiyotimi nima desa deylar, o'zidagi narsani o'tkazish kerak. Shuning uchun haligindaqa qilmanglar, undan ham xafa bo'lmanglar, o'zinglar ham kuymanglar. Sizlarga maslahatim shu. Nima ko'rdinglar, albatta internetdan istanglar va shu sortda ekib yurgan odamni albatta maslahatlashib qo'yinglar. Men yana qaytarib aytaman, malinalarga eng asosiy narsa suv. Suvni hal qilib qo'yinglar, любой joyda malinalar bo'laveradi. Hech qanaqa muammo emas. Suvlarda muammosi hal bo'ldi, o'sha malinaga 99% ga bu yoqqa nima deydi, xohishga qoladi xolos. 99% suvlarda hal qilib desanglar, o'sha malinalar o'z-o'zidan chiqaveradi. Assalomu alaykum, xonimlar. Alaykum assalom. Nasibsiz. Rahmat. Nasibsiz, mana siz ma'lumotlarni olasiz, patentlar haqida mana bu. Ana malina sortlarini. Shularni qayta topasiz, men internetdan sizda ma'lumot topa olmayman-da. Aka, bu narsani endi oddiy misolda, masalan, patent na Maravilla deb yozsangiz, masalan, ruschalab yo sertifikat na Maravilla deb yozsangiz chiqadi. Misol uchun, iminna shuni endi odatdagi bu narsalar o'zini tilida yoziladi. Masalan, men o'zi polyakchani tushunmayman aka. Masalan, italyanni ham tushunmayman. Masalan, Italiyani sortlari Enrasadira masalan oladigan bo'lsak, darrov Google'ga kiraman aka. O'zbekchasiga masalan yozaman. Enrasadira sortini patenti deb yozsam, yoniga italyancha переводini yozaman aka. Hali Italiya tilini tanlaymanda, Lamponi et sertifikati deb chiqadi aka. Misol uchun. Shunday olib turib internetga poistga bersa, poist o'zi topib beradi aka. Keyin shunda udobreniyasi yo'q.
qancha Yo'q, qanaqa bo'lishi hammasi yo'q ichida aka, bo'ladi. u yerda udobrenalar yozilmaydi aka. Sertifikatda Ha, umuman udobrenalar yozilmaydi. Unda sortga xos bo'lgan narsa yoziladi. Menda masalan Enrasadira deydigan bo'lsa, Enrasadirani nechta belgisi bo'lsa, hamma belgilar yozib chiqadi. Masalan, 100 ta belgisi bo'lsa, 100 ta belgisi yozib chiqadi. Agarki shundan bitta belgisi kelmay qolsa, demak u Enrasadira emas. Tushundingizmi? Enrasadira original odam tomonidan ta'sis qilingan Enrasadirada nima belgi bo'lsa, hammasini yozib qo'yadi. Masalan, o'rtacha unda ham yozib qo'yadi aka. Biz laboratoriya tadqiqotlarini masalan 18 gradusli teplitsa sharoitida o'tkazganmiz deydi. Masalan, u sizda uyingizda ekkan bilan uni teplitsasida ekkan va uni dalasida ekkan ot bilan tuyadaqa farqi bor-da. Masalan, siz undan Enrasadira olib kelib ekib dalizga ekib qo'ysangiz, u imенно avtorida o'zi chiqargan Enrasadirani oladigan bo'lsa, ikkita narsa o'sib chiqadi aka. Undagi Enrasadira bilan sizdagi Enrasadira ot bilan tuyadaqa farq bo'ladi. Hamma patent qo'yiladi aka. Mana bu ko'chat, mana bu marina sorti, mana bu gradusda, mana bu gradusda, mana bu nimada sharoitda o'stirilgan. Shu o'stirilganda shunaqa belgilari bor deb yozib qo'yadi aka. Bu belgi sizda yo'q bo'lishi mumkin aka. belgilari ko'proq baki, anaqa mevasining kattaligi, Mevasi balki masalan 20 gradusda uni sharoitda qiladigan bo'lsangiz, mevasi o'rtacha 80 kunda pishadi deb aytadi. Misol uchun-da, haliga yozda pishadi, fevralda 20-sida pishadi yoki sentyabr 30-sida pishadi deyilmaydi aka, chunki u sizni qachon ekishingizni bilmaydi-da. Shuning uchun aka masalan torg'uzlarda ham, makkalarda ham, badriylarda ham 40 kunda pishadi, 60 kunda pishadi, 110 kunda pishadi deb aytadi aka. Masalan, to'g'ri. yozda pishadi, kuzda pishadi, demakki ular sizlarga isbotlayotganlar sizni qachon ekishingizni bilmaydi aka. Shuning uchun ular faqat kunini aytadi aka. Mana bu sutkacha dam oladi, mana shuncha sutka uxlaydi, mana shuncha sutkada meva qiladi, mana shu sutkada gullaydi, mana shu sutkada mevasi saqlanadi deb turib aytadi aka. Tushunarli, rahmat katta. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Nasriddin boy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Men Surxondaryodan Qudrat amaki bo'laman. Hozir sizni savollaringizni men eshitib, o'zimni xato qilganlarimni ham qanchalik xato qilganman, endi bu yoqni siz aytasiz. 20 metrdan 2 qatorga ekkanman. Palanes, Zugana, Atlant, Delneva, Gusaris sortlarini-da. Gusarmi, Gusariyami? Ko'p Gusar Gusari. bilan Gusariyani almashtirib qo'yadi. Samarqandda Ha, ko'p Samarqanddan olgan bo'lsangiz, ko'pchilik Gusar sortini Gusariya deb o'ylashadi. Gusar ekan, men Ha. Navoiydan oldim. Endi savol shunday kelib chiqyapti-ku, bularga har xilda yondashish kerak, dorilarni berishdi ham. Aha. Deganingizga men o'zi xato qilganimni bu yil endi men yangiman. Bu yil olib ekdim. Bir oylarcha bo'ldi yerga. Yonidan 15 qochirib kaplinidan foydalanish tomonlarini nimalik qildim. Endi savol shunday kelib chiqyapti. Bu yerda men qanchalik xato qildim? Bu birinchi savoli. Ikkinchi savoli, bizda Surxondaryo vohasiga qanday tushadi? Men olgan mana 5 ta sort. Zugana, Palanes, Delneva, Atlant. 5 ta sortni shunaqa qilib ekkanman. 10 tadan olib, bir qator, ikki qatorga-da. Endi buning uchun men nima qilishim kerak? Hozirdan xatomni to'g'rilasam bo'ladi-ku. Nima deb fikr bera olasiz? Aka, agarki savol uchun rahmat. Agarki masalan sizdagi Surxondaryoda qaysi territoriyasi, masalan cho'lroq, masalan Andijonda ham Denov tog'li zonaga yaqin. Tog'li zona bo'ladigan bo'lsa, unaqa issiqmasa, Endi issig'i baribir Termizlarga nisbatan, Jarqo'rg'onga nisbatan bizga bir tomonimizda Bobotog' tog'i yaqinroq, bir 30 kilometr, ikkinchi tomonimizda Sina tog'i deydi, bir 40 kilometr o'rtada-da. Endi ularga nisbatan bizga endi Tojikistonga yaqinroq demoqchiman. akalar, opalar, bu gap hammaga tegishli. Malina 35 gradusdan kelgan o'zini hayotini saqlab qolishga harakat qiladi. Ya'ni 35 gradus issiqdan kelgan o'sha guli haqida, mevasi haqida o'ylamaydi Malina.
hayot uchun o'zini ushlab qolishga harakat qiladi. Ekstremal nima deydi? Sharoitga o'tadi malinani hayot shakli. Endi bizda 40 gradus, 50 gradus bo'ladi-yu deydigan odamlarimiz bor. To'g'ri bo'ladi. Shunda biz nima qilishimiz kerak? Tog'a sizni gapingizga shuni davomida javob berib ketaman hozir. Oldin anaqa birinchi tushuncha berib olay, nimani aytayotganim haqida. Shuning uchun. Xo'p bo'ladi. Masalan bo'ladi, sizlarda gradusinglar bunday qarasanglar 70 bo'lib ketdi, 50 bo'lib ketdi deb gapiramiz. Juda ko'p odamlar shu gapni gapirib yuradi. Misol uchun, lekin televizorda, mana va internetga kirsanglar 37-38 gradus ko'rsatayotgan bo'ladi. Lekin gradusinglar, masalan, svitofordagi yoki boshqadagilar 50 gradus ko'rsatayotgan bo'ladi. Qaysi biri to'g'ri? Davlat aldayaptimi yoki internet aldayaptimi yoki bizga xato ko'rsatyaptimi deydigan bo'lsa, davlat yoki internet to'g'ri ko'rsatyapti. Ya'ni o'simlikda danniy momentda quyosh nuriga tushib turgan gradusi haqiqatda 36-37 gradus turgan bo'ladi shu paytda. Bu gradus qanaqa o'lchanadi? Issiqlik o'lchaydigan gradus. Siz gradusingizni qo'yib qo'yasiz, yo mana gradusim 50 ko'rsatyapti-yu deyarsizlar, lekin bu xato o'lchov hisoblanadi. Sababi bu gradusda shunaqaki, issiqlik, masalan, mana gradus 3 bo'ladigan bo'lsa, gradusning 3 bo'ladigan bo'lsa, issiqlik tushishdan tashqari buni issiqlik yutish darajasi ham bo'ladi. Bu issiqlik yutishini hisobiga yana 5-10 ga qo'shilib ketadi. Rangi qancha qora bo'ladigan bo'lsa, gradusi shuncha baland ko'rsatadi. Endi gradus o'zi aslida qanday o'lchanadi issiqlik gradusi deyiladigan bo'lsa, qo'pol o'xshatish bilan tushuntiraman. Mana bu gradus turadi. Tepasidan 1 metrmidi, 2 metrmidi balandlikda to'siq bo'ladi. Quyoshda issig'ini o'tkazmaydigan to'siq bo'ladi va shunga ventilyatsiya uradi. Havo ventilyatsiyasi uradi. Bu havo ventilyatsiyasi buni qizib ketishidan saqlaydi. Ya'ni issiqlik to'planishidan saqlaydi. Shu gradusni ko'rsatadi. Shu agar 37 dan oshib ketadigan bo'lsa, keyin malinezga anaqa tushadi. Stress tushadi. Shu gradus bilan mana bu mashina svitofordagi graduslar umuman farqi katta bo'ladi. Endi malinalarga keladigan bo'lsak, bizdagi issiqlarimiz unaqa emas, strashli emas. Masalan, Andijon miqyosida aytaman. Endi sizdagi ham agar ko'ring graduslaringizni, masalan, yillik prognoz pagoda degan dasturlar bor. Internetga kirsangiz, o'zi sharoitinglarni bunday ko'rsanglar bo'ladi. Agarki 40 dan oshmayotgan bo'lsa, masalan, bu xorazmiylarga ham tegishli-da. Bitta internetga kirsanglar, 40 dan oshmayotgan bo'lsa, o'tgan yilgilarni ko'rasizlar. 40 dan oshmayotgan bo'lsa, men bemalol aytaman, malineksiyalar bo'laveradi. Misol uchun. Endi 35-37 da ham malina bo'lib ketmaydi, lekin hayot uchun nima? Ba'zi bir sortlar bo'ladi, chanchi gullari kuyib qoladi. Chanchi gullari kuyib qolib, mana urug'chi gulga chang tushadi, lekin urug'lanmaydi, xolastoy bo'lib qoladi. Shuning uchun malinalar deformatsiyasi kuchayib ketadi yozda. Mevasi bujmagan, yarim changlanganga o'xshab qoladi. Endi bu narsalarda yo'qotish uchun eng optimal narsa shu paytda meva olmaslik. Ya'ni hosilni maxinatsiya qilib shu paytdan aldab o'tib ketishlik yoki tepasini qirqib qo'yasiz. Shu paytga keladigan paytda shunda ham 15 kun yutasiz yoki o'sayotganda erta bahorroqda yana bir qator tagidan chiqayotganda, masalan, har xil chiqadi-da. 1 metr chiqqani ham bo'ladi, yarim metr chiqqani ham bo'ladi. Siz 1 metr chiqqanini olasiz, agar issiq paytga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, yarim metr chiqqani 15 kun keyin meva qiladi. Shu 15 kun keyingi mevasi pishib qolmasligi uchun ham tepasini qirqib qo'ysangiz, yana 15 kunga cho'ziladi. Ya'ni 1 oyga orqaga surib yuborgan bo'lasiz meva. Baribir shu mevani beradi sizga. Ash kiloni beradi, xullas, ash grammni beradi. Shuning uchun shunaqa maxinatsiya qilsa bo'ladi. Endi aka, sizni sortlaringizga keladigan bo'lsak, sizni sortlaringizga aka, ba'zi bir sortlaringiz, misol uchun, erta pishari ham bor, kech pishari ham bor. Bizda masalan kimdir bo'ladi, denlivan oldiga inrasa deydi. Maravildek bo'ladi. Oddiy misol aytaylik, masalan, ko'p nima denliva ertaki, undan keyin inrasa deydi pishadi, undan keyin maravilla pishadi. Misol uchun, denliva gullayotganda bunga siz berishingiz kerak. O'sha butonizatsiya boshlayotganda azotni miqdorini ozaytirishingiz kerak. Ya'ni 20 berayotgan bo'lsangiz yoki selitra berayotgan, karbamid berayotgan bo'lsangiz, azotni miqdorini kaliy va kaliy ftordan ko'ra 5 marta pasaytirib olishingiz kerak. Ya'ni hammasini 100 grammdan berayotgan bo'lsangiz, azot tezda 20 ga tushishi kerak. Haligi
30 ga chiqadigan bo'lsa ham o'sha meva nisbatini buzaveradi. Mevangiz yirik bo'ladi, lekin suv ichib ketadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun va keyin gullashdan oldin misolga gullayotgan paytda o'sha kalsiylar uzluksiz faqat yagona bir xilda beradigan narsa bu kalsiy hisoblanadi. Kalsiy nitrat formasi bo'ladi, kalsiy oksid formasi. Uni joyiga qarab, lekin albatta kalsiy beriladi. Yagona o'zgarmaydigan, gram o'zgarmaydigan narsa kalsiy hisoblanadi men uchun. Sizlarda masalan gullayotganda sizlar bunga borli mahsulotlar ham berishinglarda kerak, haligi borlashgan, ya'ni bo'ri bor kalsiylar berishinglar kerak. Shunda gul ushlab qolish ehtimolligi oshadi. Misol, endi bu paytda siz denligingiz уже gullab butonizatsiyani boshlayotgan paytda maravillis hali 1 metr ham bo'lmagan bo'lishi mumkin-da. Maravillis 2-metrdan boshlab gullashga harakat qiladi. Shuning uchun siz agar maravillaga qarab turib, bu ham gullash kerak deb turib, siz tezroq o'ssa gullay deb siz litrani bosib berasiz, denligiga jabr qilib qo'yasiz. Xuddi shu narsa indrasidiyga ham tegishli bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, har bitta sortda o'zini vaqtida ovqatini berish kerak. O'zi xohlagan ovqat, o'ziga kerakli bo'lgan ovqatda. Bizda unaqa emas, aytganimdek hammasiga bir xilda beriladi. Masalan, men o'zimdagi 19 ta sortga bir xil dabreni berganman. 19 ta sortga zo'r tushgani baron bilan xaley bo'ldi. Qolgan sortlar qiylandi. Gap ochig'i, qiylandi. Xaley bilan baron liginaqa nima deydi? Chunki baron ham xaley ham erta pishar edi. Eng erta pishari baron ekan, xaley undan keyingi pishdi, kuzgacha pishdi. Halinaqa davom etdi qor yoqqungacha. Shuning uchun aka sizda ham, tog'a sizda ham shunaqa narsaga e'tibor berishingiz kerak. Masalan, hozir siz hammasiga bir xil udabreni bersangiz, mana bu sort yaxshi ekan, mana bu sort yomon ekan degan xulosa chiqib qoladi-da, bunaqa xulosa qilmash kerak. Men bergan udabreniga mana bu sort yaxshi tur berdi. Men bergan udabreniga mana bu sort mosdan olmadi, ya'ni ko'nika olmadi, men bergan ovqatni yeyolmadi desangiz to'g'riroq bo'ladi. Sortlaringizni yo'qotmasdan har bittasiga alohidadan podxod qilishni men tavsiya qilaman. Shu narsani ham e'tiborini tortish kerak, chunki quyoshda ultrabinafsha nurlari, ya'ni qo'pol qilib aytganda nurlovchi rentgen nurlari bo'ladi. Kuydiruvchi, zarar beruvchi nurlar bo'ladi. Issiqda bu narsa yo'q. Shuni ham e'tiborga olishinglar kerak. Shuning uchun quyosh setkalari tavsiya qilinadi. Quyosh setkada issiq bo'lib ketadi-yu deydi. Issiq bo'lar, lekin ultrafiolet nurlarda nimasi bo'ladi? Ta'siri yo'q bo'ladi. Shu tomonlama malinalarda ajok bermaydi. Shunaqa aka. Sizga maslahatim har bittasiga alohida podxod qilish. Agar podxod qilmasangiz, yoqmagan sortingizni yo'qotib olmaslikni tavsiya qilaman. Alohida u bilan yana bitta shug'ullanishda tavsiyasini qilaman aka. Yevropaga o'xshab turib, baribir haligi oxirgi sortlar zo'rligini tan olib o'tasizlar. Endi oddiy sortlardan boshlaganlar vaqt yutkazadi, to'g'risi vaqt yutkazadi. Ular qilgan xatoni qiladi. Keyin mana shunaqa ekan, baribir to'g'ri ekan deb turib, keyin o'sha oxirgi sortga o'tadi. Chunki Yevropa bu narsalarni nima deydi, 50 yil oldin boshlagan bo'lsa, Rossiya 20 yil oldin boshlagan shu xatoga yetib kelgan. Keyingi savolni qabul qilaveramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat Allohga. Biz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tomonidanmiz, yangimiz. O'tgan yili 1000 dona Qirg'izistondan Nuriddin ukamizdan Maravella sortini olib kelib ekdik. Zo'r. Yoniga endi ozgina assortimentga men Black Jamga qiziquvdim. Black Jam topib bo'lmadi. Hozir o'zimda Lochnes bor. Hop. Keyin haligi sariq malina bor ekan, nomini ham bilmayman. Assortimentga shuni ham ozgina qilmoqchi edim. Hozir yana bir gektarcha yerimiz bor. Shuni ekmoqchi edim. Yana hozir yana bir gektarcha yerimiz bor ekadigan, shunga основной urg'unni men Maravellaga bermoqchiman. Assortimentga Black Jam bilan sariq nomi nima dedingiz? Желтый zugana bo'lishi mumkin. Misolda, halinaqa oranjiy chuda bo'lishi mumkin. O'zbekistonda ko'proq shu sortlar keng tarqalgan. Promik bo'lsa kerak. Yo'q, Promik hali tarqalmagan O'zbekistonga. Meni bitirgan bitta savol, mana hozir men ham yangiman. Mana Tohirjon degan bir oshnamiz bor, birinchi ustozimiz, o'sha orqali billa xafa qilib ishlayapmiz. Hozir hamma ana undan bundan 10 tup 5 tup ekyapmiz deyapti. Shunda bunday yonma-yon esa bu haligi
ildizi ertaga changlanishi boshqa bo'lib turib, ana shu sortlar aynib ketmaydimi demoqchiman. Bo'ldi aka, savolingizni Haligi tushundim. changlanish Tushundim aka, tushundim. tushundingiz? Ha, Ha, tushundim aka. Aka, tushundim. manaqa narsa Bo'ldi. ko'pchilik o'ylaydi, sortni gullagan paytida bu narsa katta ehtimol bilan changlanish bo'ladi. Ya'ni a, bitta sort ekdingiz, bu pishish payti masalan 6-oyga rosa optimal pishadigan, gullaydigan payti 6-oy deb, men sortlar nomini aytmayman. 6-oyda rosa gullaydi. Yana bitta sortingiz bor. Shu sortingiz ham 6-oyda gullaydi. Misol uchun, shu paytda yoki bittasi 6-oyda rosa gullaydigan bo'lsa, u o'sha 6-yarim oydan boshlab gullashni boshlab, o'sha 7-yarim oyga o'tadigan bo'ladi. Ular rosa gullagan paytiga bir-biriga to'g'ri kelib qoladi. Shunda malina bir-birini changlantiradi akalar. Tan olasizlarmi, olmaysizlarmi, ishonasizlarmi, ishonolmaysizlarmi bo'ladi. Chunki bizdagi remontant sortlarda 99 emas 100% qaysidir malinani qaysidir malinaga chatishtirib olinadi. Bu degani tomirini olib turib, buni tomirini olib turib, bo'lib turib, bunday yopishtirib qo'yib chiqarmaydi. Bittasini urug'chi gulini oladi, bittasini chanchi gulini oladi. Oddiy misol. Shundan shunga qo'shtirib yangi nav chiqariladi. Misol uchun, masalan, Denliva ham xuddi shu chiqarilgan, masalan, mana bu eng anaqa nomi hozirda hit o'layotgan Violet sorti polkani qaysidir malinaga chatishtirib olingan. Tushunyapsizlarmi? Xuddi shunga o'xshab turib, bu sortlarda masalan, nomi noma'lumligi, avtori noma'lumligini sababi shu sort qayta topisha olmadi. Ya'ni polkani qaysi nimaga chatishtirgan topolmagani uchun, hali avtori men momga chatishtirib qilganman deb ayta olmayapti. Shu muammo bo'lyapti xolos. Lekin Violetda ham bitta tomoni 50% polka, bitta 50 tomoni yoki qaysidir bitta gul. Qaysidir bitta sort. Xuddi shunga o'xshab turib, sizga misol ikkita paytda pishgan bir xil paytidagi, masalan, qo'pol qilib aytganda pishik hibaga o'xshagan uzuncha, manaqa uzuncha bo'ladigan malines 6-oyda gullaydigan bo'lsa, yana bitta malines bor. Bu manaqa yumaloq bo'lib pishadigan malina bo'ladigan bo'lsa, ikkovi qo'shiladigan bo'lsa, bitta gul paytiga to'g'ri keladigan bo'lsa, shuni o'rtasidagi malinalar chiqishi mumkin. Bu 100% bo'ladigan narsa. Inkor qilib bo'lmaydi. Endi bu narsada ozgina mana buni ta'mi bunga urishi yoki buni ta'mi bunga urishi mumkin. Lekin sizlar qo'rqmanglar, agarki buni tagidan ko'chatini olib birovga sotadigan bo'lsanglar, birovga beradigan bo'lsanglar, tagidagi ko'chat original chiqaveradi. Mevasi ozgina boshqacharoq bo'lar, lekin sortinglarda nimasi buzilmaydi. Mevalarda shakli buzilishi mumkin xolos. Shuning uchun Yevropada odatda bitta meva tugagandan keyin ikkinchi mevaga harakat qilinadi. Haligi nima deydi? Chatishib ketmasligi uchun, mevalarning sifati buzilmasligi uchun bu bor gap. Lekin haligi bo'yicha navda originalligi umuman buzilmaydi. Biz uni yevaveramiz, farqiga bormaymiz. Shuning uchun ba'zilar aytadi, 5-6 tasini ekib olgan bo'lsa, manaqa bo'lardi, bunaqa chiqib qopti-ya degani ham shunga xos narsa. Lekin bu ko'proq udabreniya bilan ob-havoga bog'liq. Lekin bu narsa isbotlangan Yevropada. Shuning uchun bittasi tugaydi. Tugagandan keyin ikkinchisini oladi. Hech qachon bitta dalada ikkita sort bir xil vaqtda pishadigan ikkita sort ekilmaydi. Juda yaqin ekiladigan, masalan, Pshixiba bilan Tadmor ekishadi. Pshixiba bilan Tadmor sorti. Pshixibani 95% tugaydi, Tadmorni 5% boshlanadi. Haligi avjlash payti boshlanadi. Lekin ikkita vaqtda nima deydi? Bitta vaqtda pishadigan sort ekilmaydi Yevropada. Endi Black Jamga keladigan bo'lsak, zuganalarga o'zingiz aytayotgandek assortiment uchun bu haligi bu o'zingiz ixtiyoringiz bu. Xohlang eking, xohlang ekmang. Lekin haligi nima deydi? Yeshivikani ehtiyot bo'lib eking. Chunki vozillab olib ekadigan bo'lsangiz, masalan, endi bizga ishonmaydiganlar bo'lsa, misol gap Dilnoz opa degan bor, men hamma taniydi. 16 ming so'mdan paqirini sotamadi. Shular yeshivikasini bularga emas, bularga olib kelib berishdi. Bitta paqirda 4 kilometr, 3 kilometr bo'ladigan bo'lsa, 16 ming so'mdan paqirini, kilosini gapirmayapman, paqirini sotish olmadi. Birdaniga ob'yom chiqib qoldi. Chunki bu sortlar birdaniga ob'yom beradi. Siz aytayotgan Black Jam shunga o'xshagan anaqa remontant sortlar yil davomida beradi ob'yomda. Shu tomoniga ham ozgina ehtiyot bo'lib berishni men tavsiya qilaman. Agar konkretniy oladigan odamingiz bo'lsa, menga mana shu paytda 30 tonna, 20 tonna olaman deydigan bo'lsa, bosish kerak, ekish kerak. Agar unaqa odamingiz bo'lmasa, ehtiyot bo'lganingiz yaxshi.
Rahmat. Salomat. Mana ildizdan yonma-yon ildiz ekilganda ildizidan bir-biriga chatish ehtimoli yo'qmi bu malinada? Yo'q, agar ildizidan masalan chatish qanaqa? Siz ildizdan chatishsa masalan, malini ekdingiz, 1,5 metrga, 1,5 metrga maga ekdingiz, keyingi 1,5 metrga belga ekdingiz. Buni tomiri bunga o'tsa, sizdan uning uchun madan yangi chiqish kerak-da. Tushunyapsizmi? Unaqa narsa chiqmasa, bu narsaga hali chet el duch kelmagan ekan. Chunki ular unaqa qilib ekmaydi. Qo'pol qilib aytganda. Chunki ular haligi nima deydi? Ularga bu narsa ahamiyatsiz. Ular odatda bitta dalaga bitta sort ekadi. Siz bilan bizga o'xshab hali u qatorga bu malina, bu qatorga bu malina qilmaydi aka. Shuning uchun bu ular uchun bu savol hisoblanmaydi aka. Assalomu alaykum Nasriddin aka, charchamayapsizmi aka savol javoblar bilan? Rahmat aka, eshitamiz aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Boshlab oldilarim efirladi. Xullas Nasriddin aka, malinani qaysi sortini aka tomirdan ko'paytirsa ma'qul, ko'payishi osonroq. Qaysi holat? Aka, malinani ko'paytirishda hamma sortlarda ko'paytirish tomirdan, misol uchun, optimal hisoblanaveradi. Misol, endi tomirdan kim ko'paytiradi? Siz bilan bizga o'xshagan oddiy xalq ko'paytiradi aka. Qo'pol qilib aytganda. Yevropa bunga muhtoj emas. Yevropa bunaqa qilmaydi. Oddiy dehqonlar, mahalliy dehqonlar qilar, lekin tashkilotlari, ferma, pitomniklari bu narsani qilmaydi. Qaysi sortni ko'paytira olasangiz, ko'paytiraverasiz aka. U tomiridan ko'paygan sortni hosildorligiga masalan qaysidir sortlar bo'ladi, ejivikoz esimda yo'q. Faqat mana undan ko'payadi. Tomiridan ko'paymaydigan sortlar bor ejivikani. Nomi esimda yo'q, chunki ko'p ularning nomlari. Demoqchi bo'lganim, qanaqa ko'paytirishidan qat'iy nazar, hosildorligiga nimasi yo'q, lekin ular shoxidan ko'paytirilmaydi aka. Men aytayotganim tomiri bilan klonlash usulida yoki yonidan chiqqan ko'chat hisobida ko'paytiriladigan bo'lsa, ularda hosildorlik umuman plus minus ta'siri yo'q aka. Endi prost aytiladi, mana bu klonlash usulida steril bo'lgani uchun, ya'ni boshqa mikrobakteriya bo'ladigan bo'lsa, zamburug' bo'ladigan bo'lsa, muhitni zaharlab qo'yadi-da. Shuning uchun ularda nisbatan emas 100% toza ko'chat bo'ladi aka. Shu tomonlama. Lekin men toza ko'chatdan ko'ra mana bu bizni o'zimizni tuproqda tomir orqali chiqqan yoki manaqa chiqqan ko'chatni yaxshiroq deyman. Sabab immuniteti balandroq bo'ladi. Chunki hali ko'chada loy o'ynab yurgan boladan ko'ra hali u asobiy nima deydi, boyni bolasi bo'ladi-yu, hali ko'chaga chiqmagan. Shuni nimasi ancha boshqacha bo'ladi-da, farqi. Haligi chidamliligi ancha yuqori bo'ladi, jagdari chapanroq bo'ladi. Shu, lekin kilo berishida o'tigizga bog'liq bo'ladi. Bittasi bunda chiqqan yaxshiroq hosil berib, bunda yerda chiqqani pastroq hosil beradi degan narsa yo'q aka. Ular hosilga aloqasi yo'q. Bundan chiqdi aka, Nasriddin aka, tomirdan ko'paytirishda imkoni bor, ko'paytirsa bo'laveradi. Men Black Jam bilan maraviylarni tomirdan ko'paytirishga qiziqib turibman hozircha. Bo'laveradi aka, hech qanaqa nimasi yo'q. Nasriddin aka, sizda Haley bilan Shani bor dedingiz-ku, menga kutilgan natija bermadi deb aytdingiz. Yo'q, Lagarey bilan Shani aytdim. Lagarey bilan Shani. Haley zo'r berdi aka. Yaxshi berdimi? Taklif borda, endi shuni o'sha siz Shani bilan Haley dedingizmi hozir sortda? Lagarey bilan Shani dedim. Men kutgan narsani bermagan, juda katta ixlos qiluvdim, chiqmadi to'g'risi. Men kutgan narsa bo'lmadi. Chunki endi men ham u xohlagan narsani bermadim-da to'g'risi. Hali hamma qator yeysan dedim. Bitta taklif bor, o'shani Qibrayda Toshkentda opit qilsak. O'zimizni nima deydi, baribir dengiz sathidan Andijon bilan Toshkentda farqi bor-ku. Bizda perapat bor. Nima deysiz shunga? Bo'ldi aka, uni o'zimiz gaplashaveramiz aka. Inshaalloh. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Nasriddin? Sog'ligingiz yaxshimisizlar? Xudoga shukr. Rahmat. Nasriddin, mana aka ancha-muncha navlarni ekib yetishtirib, sinovdan o'tkazib ko'rdingiz-da. Shularning ichida eng masalan yaxshi ham kalibrisi, ham qattiqlik darajasi, ham sovuq, ham issiqlikka chidamlik darajasi qaysi bo'ldi endi shularning ichida? Menda ko'proq qaysi sizga ma'qul bo'ldi endi?
Menda o'zimda endi aytdim boshda shu sortlarni men alohida istab kelib ekkanman, ya'ni oldindan topib kelib ekkanman. Haligi opisaniyasini boshqa davlatlar kimlar qilyapti, nima maqsadda ekyapti, yo'nalishi bu navlarni alohida istab ekkanman. Shuning uchun bu navlarda men o'zimda ekdim. Birinchisi aytgandek originalligini istadim. Keyingisi hosildorligini, ya'ni grammi kattaligini, keyingisi issiqqa chidamliligini. Mendagi bu sortlarda Andijon sharoitida hammasi originalligi ham chiqdi, xudoga shukr. Hosildorligi ham yuqori bo'ldi. Issiqqa chidamliligi ham zo'r bo'ldi. Hammasini masalan men andijonliklarga menga mana bunaqa deydigan bo'lsa, o'zimdagi hamma sort tavsiya qila olmayman Andijon sharoiti uchun. yoki boshqa viloyatlarga o'ziga qarab. Masalan, hali menga Surxondaryolik akamiz telefon qiluvdi. Bizga qanaqa sort tavsiya qilasiz deb ayta olmadi. Aka, men bilmayman dedim to'g'risi. Maqsad unga ko'chat sotib olishmasda, uni odamni rivojlantirish maqsad. Shuning uchun men unga nam aytganim yo'q. Aka, oldin bitta odamni toping, sizga yaqinroq joyda kim qanaqa malina ekyapti. Shunga qarab turib sizga men mana buni aytay deyman deb aytdim. U bo'pti, xo'p dedi, shuni istayapti endi. Shuning uchun endi men o'zimga keladigan bo'lsak, men o'zimga shu 17 ta 18 ta sortim bo'ladigan bo'lsa, nima qilmoqchiman men? O'zimga olib qolmoqchi bo'lgan sortlar, ya'ni kilogami, nima deydi, bozorga meva uchun sotadigan sortlarim Aurora, Margarita, Violet, Gustaria, Palanis. Shu 5 ta sortni o'zimga haligindaqa qilib olganman. Har bittasini yarim gektardan mo'ljalga olganman. Xudo xolasa shu 5 ta sortda. Maravillachi deb ko'pchilik hayron bo'ladi. Maravilla bularning ro'yxatida deyarli yo'q to'g'risi. Maravilla bu bozor iqtisodiyoti bo'lgani uchun, nima deydi, bozor talabi bo'lgani uchun ko'paytiraman. Lekin menga shu yoqqan sortlar ichida shu 5 ta sort juda qattiq yoqdi. Alohida aytib o'tib ketamiz. Masalan, Aurora degan sort nimaga desa, men nimaga qiziqib qoldim? O'zi Aurora eski sort. Qanaqa bir nima deydi? Enrasadiralarga o'xshagan eski sort. Italiyani sorti. Menga yoqqan joyi oldin ekkandim, lekin chiqarib yuborgandim. Haligi aytdim-ku, bitta sort menga yoqmagani uchun chiqarib yuborgandim, keyin yo'qotib yuborgandim degan sortimga Aurora kiradi. Menga yoqqan joyi bu qaysi Sergey Petrovich degan odam bor, Rossiyada ko'rasiz, Rostov-Donuda, ya'ni rosa bir muhiti, iqlimi qayga o'xshaydi desak, Qo'qonning sharoitiga o'xshaydi O'zbekistonda. Vodiyda Qo'qonning sharoiti, shamoli, quruq shamol, izg'irini ko'p bo'lgan joy. Shu joy issig'i ham yaxshila bo'ladi, sovug'i ham yaxshila bo'ladigan joy. Shu joyda iqlimiga mosroq keladi u odamning iqlimi. Yerlari sho'rligi ham, boshqasi ham shunaqa. Shu odamda shu Aurora sorti barglari kuyib ketgan bo'lsa ham, mevasida umuman nalyot yo'qligi, grammi kattalikligi meni e'tiborimni tortdi. Masalan, Aurora haqida meni ma'lumotim bor edi, lekin bir yaxshi qaramaganim uchun yaxshi sort emas ekan deb chiqarib yuborgandim. Shu sababli men Aurorani yana boshqatdan olib keldim. Masalan, hozir menda bu sort yetarlicha bor. Xullas, xudo xolasa bir yarim gektar yetadigan ko'chatim bor Aurorada. Xudo xolasa bahorda ekamiz. Shu sizlarga aytganim, men o'zimga olib qolmoqchi bo'lgan sortlarim shu 5 ta sort olib qolaman o'zimga. Qanaqa? Qolgan sortlar yomon emas. Qolgan sortlarni ham ko'paytiruvda, sotuvda bo'ladi, agar litsenziyasini olsak albatta. Lekin o'zim uchun o'zing qaysini ekasan deydigan bo'lsanglar, shu 5 ta sort ekaman. Qolgan sortlarni keyin nimani sharoitga qarab ekaman. Lekin menga shu yoqqan sortlar ichida yana qaytaraman: Aurora, Margarita, Violet, Gustaria, Palanis. Shu 5 ta sortga ko'proq qiziqyapman men. Enrasadira ham bor, esimdan chiqib qolibdi o'zi, Enrasadira ham bor. Rahmat javob uchun. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Nasibulloh aka, sadaka xalomaydi. Nasibnaga uzr men bor. Aka, bir savolim bor edi. Mana bizda hozir internetdan ko'p ham uni Google ga kirib, boshqa nimalarga kirib o'rganadigan mutaxassislarimiz yoki bir dehqonlarimiz kamda. Bir narsani iltimos qilib qolardi, mutaxassis sifatida bizga mana shu ancha-muncha navlarni ko'pchilik olgan, ko'pi shubhada turibdi, ko'pi gumonda turibdi-da. Shuni iltimos qo'lingizdan kelgancha ancha-muncha farqini tushuntirib bersangiz. Misol uchun, Maraviyani siz kuzatgan nimada Enrasadirani mana kecha kunimizda ko'rdik, rahmat, tushuntirib berasiz. Xuddi shunga o'xshab
ancha muncha odamlarimiz mana tog'ada qanaqadir navlar bor ekan. Shu navlarni bir-biridan farqlarini iltimos o'zingiz bilgan darajada iltimos tushuntirib bersangiz dehqonlarimizga. Rahmat oldindan javob uchun. Salomat bo'ling aka. Bu endi har bitta navda aytib chiqsa qiyin, to'g'risi, chunki bu navlarda aytganimdek patentidagi holati 20 gradus, 18 gradus sharoitda o'stirilgan bo'ladi. Ya'ni u narsa sizni uyingizda yoki dalangizda yoki teplitsangizda boshqa narsa bo'lib chiqishi mumkin. Masalan, oddiy misol, oddiy maravillarni olib turib, bittasini teplitsada eksangiz, bittasini ochiq dalaga eksangiz, misol uchun, bittasini haligi setkali joyga eksangiz, uchovi chuqur ko'rinishda bo'ladi maravillar. Tan olasizmi, olmaysizmi? O'sha bitta ko'chatdan ko'paytirgan maravilni qilsangiz, xuddi 3 xil, 10-15% farqi bo'ladi bir-biridan. Endi men oddiy narsani aytay, juda ko'p hitga chiqayotgan narsa maravillarning original emasligi haqida gapirib o'tirib ketay, chunki juda ko'p anaqa bo'ladi. Masalan, eng oddiy narsa tomiri. Tomiri haqida gapiray, shu rosa anaqa bir hitga chiqayotgan mavzu hozir bu yerda ruchkam bor ekan. Qarab turinglar, maravillarni tomiri T tomir bo'ladi, T bo'lmaydigan bo'lsa maravilla emas deydiganlar ham bor. Ularda ham gap to'g'ri. Maravillarni T tomiri bo'lmaydi, topik bo'ladi deganlarda ham gap to'g'ri. Maravillarni tomiri Enrasadiraga o'xshagan bo'ladi deganda ham to'g'ri gap. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Mana ko'rinyaptimi yaxshi? Endi bu videoda teskari aks ko'rsatadi, mana bu bir. Mana bu maravillarni tomiri T tomir yoki G tomir bo'ladi. Mana bu holat bo'ladi, qayerda bo'ladi? Ko'chat olayotgan mana shu uchovida ham maravillarni tomiri shu uchov shaklda bo'lishi mumkinmi desa men ha deyman. 100% bo'lishi mumkin. Men bularga isbot beraman. Isbotlashga harakat qilaman yoki tushuntirishga harakat qilaman. T tomir qachon bo'ladi? T tomir siz ko'chat olsangiz, T tomir ko'chat olsangiz, aytasiz, so'raysiz, qayerdan keldi deysiz. Tomirim daladan keldi, ochiqdan deydigan bo'lsa, bilan tomir shaklida bo'ladi. Bu narsani. Katta ehtimol bilan tomir shaklida bo'ladi. Chunki mana bu birinchi ekilgan yilda mana bu tomirli bu maravillar bu tomiri shaklda chiqadi. Yonidan bola chiqaradi. Ko'rinyapti ha? Yonidan T tomir chiqaradi. Mana olib mashinani topsa, xuddi mongan tomir bo'ladi. Bu dala sharoitida olib kelingan maravillalarga xos narsa. Bu dala sharoitida bo'lganda tomiri bunaqa yoki bunaqa bo'lmaydi. Dala sharoitidan olib kelib ekilgan maravilla, masalan, siz T tomir olib ekdingizmi? Bu T tomiringizni olib eksangiz, keyingi yil qarasangiz, tomiringiz bunaqa yoki bunaqa chiqib qolmaydi. Endi bularni ham aytib o'tib ketaman. Bu sizlarda bittaliginaqa nimalar bo'lishi kerak. E'tibor qaratishlar kerak bo'lgan narsa. Bu birinchi varianti maravillarning tomiri. Endi mana bu ikkinchi varianti, mana bu shoxlangan tomirlar bo'ladi. Bu qachon bo'ladi? Bu qachonki sizlar ildiz bachkisidan chiqqan, shu ko'k nihollarni, tomirsiz nihollarni olib, haligi to'rtga ekib qo'yganinglarda tomirlatasizlar, shunda chiqadi bu tomir. Ya'ni mana bu yangi kurtak, ildiz bachkidan chiqqan kurtak tomir tagidan xohlagan tomonidan tomir chiqaradi. Tushunyapsizlarmi? Shunda tomiri xuddi shu o'riydimi yoki boshqani tomiriga o'xshab xohlagan joyidan shoxlab ketaveradi. Shunda tomiri bo'ladi. Bu birinchi yili bo'ladi. Keyingi yili bu narsa bo'lmasligi mumkin. Keyingi yil agar yetkazgan bo'lsa, mana bu shaklga o'tib ketadi. Chunki mana bu tomirimda o'sib ketadi. Yerdan ba'zi tomir chiqaraveradi. Tushunyapsizlarmi? Mana bo'lib obrazli bo'lib ketaveradi. Lekin birinchi yildagi ko'chatda shunaqa bo'lsa, hayron bo'lmanglar. Bu bo'ladi bu narsa. Endi keyingi narsasi mana bu popsimon tomir. Popsimon tomir qachon bo'ladi deydigan bo'lsa, popsimon tomir bo'ladi. Qachonki maravillarni substrat keladigan bo'lsa, rixli joyda ham bo'ladi tomir. Lekin rixli joyda nima deydi? Junspa ketadigan bo'lsa, qachonki imini shuni terisiga kapelnikni tushayotgan bo'lishi kerak. Tushunyapsizlarmi? Kapelnikni
tomchisi tushadigan bo'lsa, shu malina u yoqqa borib yurmaydida, shu yerda o'zidan shoxlanib turib, pitательный so'rib oluvchi, oziqlanuvchi tomirlarni shu yerga yoyib yuboradi. Xuddi shuni hisobidan shu yerda alinaqa bo'lib ketadi. Nima deydi? Tomiri popiylashib ketadi. Shu endi sortlarning originalligini qanday ajratamiz deydigan bo'lsa, yagona ajratadigan narsa shu odamni uyiga borib, sortini yozda ko'rib, biladigan odam bilan so'rashtirib, keyin kuzda borib o'zi qimmat bo'lsa ham olib kelish. Boshqa iloji yo'q. Endi u sotayotgan odamning lafziga ham ishonish kerak. Misolga, endi agarki aldamaydigan odam bo'lsa ham aldamaydi, lekin nima deydi? Arzoniga uchib, bunda deydigan bo'lsa ko'p aldanib qoladi. Masalan, biz 3 yil 4 yil rosa aldanib yurganmiz. Bunday bo'lsa, mana Nasriddin hozir bizda rosa hali populyarni deymizmi, juda bir avjiga olgan ko'chatchilik vaqtida har kim har qanday joydan arzon ko'chat taklif qiladi, internetdan chiqarib buni ko'ryapsiz. Birov Maravilla deydi, birov boshqa deydi, birov Rossiyadan olib kelyapti, birov boshqa qilyapti. Mana shu dehqon akalarimizga sizda aytib o'tib ketdingiz, yana ham mukammalroq qilib javob qilsangiz, o'shalarga ishonish kerakmi, kerak emasmi? Bunga hali bizda aytak одноразовый продавцов. O'shalarga ishonish shartmi, shart emasmi bizga? Yo'q, men bu yerda aka umuman sotuvchini ayblamayman, to'g'risi. Sotuvchini ayblamayman. Sotuvchini oldida mahsulotini sotish uchun bitta ikkita variant bo'ladi, lekin oluvchini oldida mingta variant bo'ladi-da. Oluvchi shu odamga nisbatan arzonligiga uchib turib, men bu yerda to'g'risini aytaman, faqat oluvchini aybdor hisoblayman, xolos. Ishonuvchanligimi yoki kam o'rganishidanmidi, nima bo'lsa ham bu yerda men faqat oluvchini aybdor hisoblayman men, to'g'risi. Endi bo'lishi mumkin, masalan, bir original narsani nima qilib, shu aytgan pulini berib, masalan, tepasida turib olgan bo'lsa-yu, keyin u ichidagiga masalan upa-upa qilib boshqa korobkani berib, ko'rsatib, keyin boshqa odamni alinaqa qilib yuborgandir. Misol alinaqa ichini korobkani ichini almashtirib qo'ygandir, boshqa qilgandir, korobkasini almashtirib qo'ygandir. Lekin men baribir shunda ham oluvchini aybdor hisoblayman. Gap ochig'i, chunki bu narsa shunaqaki, Nasriddinni nimasini o'ylab ketsam, javobini haqiqatdan aslida aybdor biz o'zimiz bo'lamiz. Chunki izlanmaymiz, zerikamiz, uydan o'tirib turib internetga qiziqamiz. Mana buni buncha qimmat ekan, bu yoqda arzon ekan deymiz. Aslida o'sha dehqonni o'zi bilan borib uchrashishimiz kerak. Haqiqatdan shunga javob berasizmi? Haqiqatdan siz mana shunga qanday olgansiz deb savol-javob qilish kerak. Chunki malina, kartoshka yo piyoz emas, keyingi yil mayli almashtira olamiz deydi. O'shuning uchun nav tanlash bu juda ham katta ahamiyatga ega, boshida aytganimizdek. 50 sotikka yaqin malinamiz bor, o'shanda navda adashib qolganmiz. O'zimizda bor. Hozir biz ishni ham bilmaymiz, ko'chatdan sota olmaymiz. O'sha uchun navlarga ko'ngil burish kerak. Endi haqiqiy navlarni qayerdan topamiz? Mana Nasriddin haqiqatan aytib ketdi. Mana shu ekkan dehqon akalarimiz bilan aloqaga chiqamiz, so'zsiz. Boramiz, zerikmaymiz, izlaymiz. O'shandagina biz yutuqqa erishamiz-da. Yoki o'sha kishidan olgan kishilar bilan aloqaga chiqib, siz kimdan oldingiz, siz kim bilan ish qilyapsiz, siz kim bilan aloqaga chiqdingiz deb o'sha kishilar orqali olsak ham bo'ladi, olgan kishilarni haqiqatdan mana. O'sha uchun biz bu sohada hozircha yangimiz. Mana shunday narsalarga ham ko'ngil bursak bo'ladi. Nasriddin, endi sizga yana bir savol. Biz mana shu original ko'chatlarni O'zbekiston bo'ylab qanday ko'paytirsak bo'ladi? Birinchi savol sizga. Mana siz shu bilan qanday qilib biz original navlarni ko'paytiramiz? Masalan, hozir biz maslahat beramiz ko'p miqdorda ekishda. Hozir o'rtacha 1000 kishi eksa, misol 1000 kishi deylik boring 50 sotik. 50 sotikka o'rtacha 4000 dan ketsa ham ko'paytiramiz 4000 ga. Bizga yo'q deganga 400 ming 4 million ko'chat kerak ekanda, misol. O'shanda biz mana shu navlarni aytyapmiz, yo tavsiya qilyapmiz, yo malinachilik eking deyapmiz-da. Biroq mana shularni biz qanday qilib tarqatsak bo'ladi? Siz nima tavsiya qilasiz? Aka, zo'r savol berdingiz. Juda zo'r savol berdingiz. Hozir men shuni aytaymi, aytmaymi deb o'yladim. Aytsam reklamaga o'xshab qoladi deb indamay turdim. Xudo ko'ngilingizga sog'lik aka. Yo'q, masalan, ko'pchilik o'ylaydi-da, mana sen deydi, bu narsa bo'lgan, ochiq aytaveramiz, haligi o'zing 20 ta sorting bordir, lekin kolичествоsi oz-u, shuni maqtaganing bilan birov ekaman desa, misol chiqarib bera olaysanmi deydi-da, misol. Siz aytayotgandaqa ob'yomda so'raydigan bo'lsa, shunga javob bera olaysanmi deydiganlar bor aka, misol uchun.
Bu kimdir anaqa negativ tomonlama aytadi, kimdir haqiqatda ekmoqchi bo'lib aytadi. Bu gapimiz haqiqatda ekmoqchi bo'layotganlar uchun, negativlar uchun javobimiz yo'q. Haqiqatda ekmoqchi bo'layotgan odamlarga bo'ladigan bo'lsa, biz bilan misol uchun endi xudo xohlasa agar haqiqatda ekadigan bo'lsa, ular bilan biz kelishamiz. Ya'ni obyomda oladigan bo'lsa, masalan, kimgadir 10 mingta yoki 50 mingta ko'chat kerak. Masalan, menda eng ozi margarita bo'ladigan bo'lsa, original margarita ko'chati menga bir oy kelib 20 mingta kerak deb aytar. Misol uchun aytadigan bo'lsa, senda bormi desa, menda 1000 tadan oshiq margarita ko'chat yo'q. Misol uchun-da, sen shu odamga qanaqa qilib chiqarib berasan degan savol qo'yadigan bo'lsa, shu odam men oldimga kelsa, gaplashsak, aslida menga 20 mingta ko'chat kerak, margarita shu yilga deydigan bo'lsa, men shu odamga 20 mingta ko'chat qilib bera olmayman. Qanaqa qilib? Birinchi qiladigan ishim avtoridan avtorskiy pravo olaman, ruxsat olaman va shu ko'chatni bemalol 20 mingtamida, 50 mingtamida bemalol klonlash usulida men tuvali shaklda bemalol aytgan ko'chatini ko'paytirib bera olmayman. O'zimdagi mavjud bo'lgan Gusariyamidi, masalan, Maravillamidi, Polonezmidi, Lagarimidi, Shanimidi, masalan, o'zimdagi shu spiskamdagi hamma ko'chatni masalan ko'paytirib bera olmayman. Undan muammo yo'q. Lekin bu odam menga kelib turib, menga moncha demaslik kerak. Haqiqatda notarialniy yuridik shartnoma qilinadi. Misol uchun 30% oldindan to'lov qilinadi. Keyin men u bilan vaqtni belgilab turib, shu vaqtda yetkazib beramiz demoqchiman. Bu narsa bilan men nima demoqchiman? Reklama qilish emas bu. Kimdir olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda shu sortlar bor. Kim endi bu yog'iga siz qo'pol qilib aytganda puliga chidasangiz bo'ldi. Endi pul ot bilan tuya bo'lib ketmaydi. Imini Yevropadan oladigan narxingizdan arzon bo'ladi. Shu holatiga ham. Xuddi shu original ko'chat bo'ladi. Prosta siz shuni olishga tayyormisiz? Shu savol. Xolos. Aytmoqchi bo'lganim, mendagi 18 ta 19 ta sort bo'ladigan bo'lsa, hammasini sizga 20 mingtamida, 50 mingtamida kerak bo'ladigan bo'lsa, uzag'i 5 oyda hammasini chiqarib bera olamiz. 50 mingtagacha. Misoliga men sizlarga aytaman, o'zi o'tgan safar aytdim, bemalol klonlash usulida bitta ko'chatdan 5 dona bola oladigan bo'lsanglar ham bu eng kam olish hisoblanadi. 6 oyda bitta ko'chatdan asha plus minus o'lishini hisoblab turib, masalan, nobud bo'lib qolishi, kasallanishi, ochiq muhitga moslasha olmasini hisobga olib turib, o'rtacha emas, eng minimum показатель 500 mingta hisoblanadi. 6 oyda bitta sortdan 500 mingta ko'chat olish mumkin akalar, opalar. Shuni to'g'ri tushuninglar. Shuning uchun bizga buni kolичествоsi qiziq emas, chunki bizda bunga ehtiyoj yo'q hozir. Bizda hozirgi ehtiyoj, O'zbekistondagi ehtiyoj yaxshi navlarni, oliy sifat, original navlarni O'zbekistonga olib kirib olish. Chunki bizda, sizlarga ochiq aytilaveradi, biz JSTga a'zo davlat emasmiz, ya'ni Jahon savdo tashkilotiga a'zo davlat emasmiz. Agar biz xudo xolasa Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lib qoladigan bo'lsak, bu sortlarni shunchaki O'zbekistonga olib kela olmaysizlar, olib kela olmaymiz. Gapni ochig'i. Misol uchun-da, chunki bu sortlarni albatta o'sha ularni Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishimiz kerak. Bu sortlarni anaqa qilishimiz uchun, nima deydi, olib kirishimiz uchun. Qo'pol qilib aytganda shu endi bizga obyomda emas, 5-6 ta o'zimizga boqqa yetadi deydiganlarga pulidan hijolat bo'lmasdan, misol uchun qimmat siramasdan bir dona, 2 donadan ko'chat olib, masalan bizdanmidi, boshqadanmidi, masalan bir dona ko'chatiga biz ham anaqa boyib ketmaymiz, misol uchun puliga. Shundan bitta ikkita qilib turib bemalol ko'paytirib o'zi uchun ko'paytirib olsa bo'laveradi. Hech qanaqa muammo emas. To'g'ri, qimmatdir, 50 ming so'm, 60 ming so'mdir, lekin buni narxi Yevropaning o'zida shu mana shunchalik holatda chet elga eksport qiladigan bo'lsa 5 yevro turadi. Bu bizning pulga 75 ming so'm, 80 ming so'm turadi. Misol uchun. Biz sotyapmiz 35 ming, 40 ming, 50 ming so'mgacha sotdik, misol uchun. Lekin sizlarga hech qachon bir donalab sotmaydi, sizlar Yevropadan olib kelmaysizlar. Shuning uchun shu sortlarda 20 ta, 50 ta tusmon manaqa degan ko'chatni 30 ming so'mdan olgandan, 20 ming so'mdan, 15 ming so'mdan olgandan ko'ra 2 dona ko'chatni originalini olib tushinglar. Shu narsani ko'paytiringlar. 2 yilda, 1 yilda o'zi bemalol bizni urovimizga chiqib ketasizlar. Biz ham hech qaysi ko'chatni 30 tadan oshiq olib kelmaganmiz O'zbekistonga. Hech qaysi ko'chatimiz, bitta Violet ko'chatimiz 30 dan olganmiz, qolgan hamma ko'chatimiz olsak bittadan 5 tagacha olganmiz xolos.
va qimmatga olganmiz. Normalniy qimmatga olgan. Endi u qancha o'zbek puliga 100 ming so'm, 200 ming so'mgacha olganmiz. Buni ham millionga olmaganmiz. Demoqchi bo'lganim, bitta ikkita olib kelinglar, shundan ko'paytirib ham bo'laveradi. Xullas O'zbekistonda obyomga bizdagi sortlarda ko'chatga muammo yo'q. Kimga 1 millionta kerak desa ham, hali vaqtini belgilaymiz, to'g'ri ertaga yo'q. Lekin kelishib turib, mana paytda biz qilib bera olamiz deb, bemalol dalasini 10 gektarimda 100 gektarlik dalasini kelishilgan holatda keyingi yil kuzgacha bemalol ko'chat bilan to'ldirib bera olamiz. O'zbekiston sharoitida. Mashalloh. Juda ham a'lo darajadagi javob bo'ldi. Endi shuni orqasidan darrov taklif bo'ladi. Bizning maqsadimiz o'tgan yildan boshlab. Alaykum assalom Sherzod aka. Nasriddin aka, ming bor uzr. Mirzabek aka, uzr fikringizni bo'lib qo'ydim akajon. Sabrim chidamadi oxiri. Ha, bismillah hojat. Bu Nasriddin aka, bu klon ko'chat haqida hozir gapirdingiz. Bu o'sha narxlari taxminan qancha bo'lishi mumkin? Aka, bu sizni aytmoqchi bo'lganim, deylik 5000 ta misol uchun. 5000 taga olmoqchiman hozir. Hop, bahorgacha. Hop. Aka, bu narxlarni sizlar oladigan bo'lsanglar, buni siz qaysi obyomda olishingizga bog'liq bo'ladi. Mingchaligini narxi boshqa bo'ladi. Ya'ni 5-6 santimetrligi narxi boshqacha bo'ladi. Va yarim metrligini narxi boshqacha bo'ladi aka. Siz qaysi o'rinda olishingizga bog'liq bo'ladi aka. Masalan, O'zbekistonga olib kirishadi, mana demivalarni boshqalarni olib kelgan, ular mashq holatda olib kirishganda, tomiri 50 ml ular mana bu idishlarga o'xshagan idishlarni olib kelishgan. Tushunyapsizmi? Bu narsa arzonroq hisoblanadi, chemoy 1 litr, 2 litrli tuvallardan degidan ko'ra aka. Shuning uchun. Tushunarli. Mana deyishingizga qarab bo'ladi bu narsa aka. Ha, tushunarli. Men so'raganim aka, o'sha xuddi siz aytgandek iloji bor bu narsani. Iloji bor, iloji yo'q narsa emas. Shunaqa narsalar bo'ladi, pul berib topa olmaydigan narsalar bo'ladi-da. Bu narsaning iloji bor, eng asosiysi. Bo'ldi. Aka, lichkangizga yozaman bo'lmasam. Lichkangizga yozaman, vaqtda kelishib olamiz. Nasriddin aka, katta rahmat javob uchun. Mirzabek aka, marhamat. Mirzo aka, bu narsani tarqatishimiz uchun bu narsani mana kecha domlamiz aytdi-yu, albatta egasidan ruxsat olish kerak. Sababi bu narsani o'zimizcha tarqatadigan bo'lsak, ruxsat olmasdan, ya'ni harom narsani qilingan eksonni Allohga anaqasi yo'q. Kerak. Shuning uchun bu narsani oldin egasidan ruxsat olaylik aka. Keyin qancha bo'lsa tarqataveramiz aka. Hali sizga bu narsani harom men yo ekson bo'lsa ham aka, halol narsa ekson qilinadi ekanda. Men bu narsani o'zimcha rasa keyin gaplashib nima qildim-da, agar men buni nima qilmasdan, sotmasdan tarqatib yuborsam-chi degan narsalar ham keldi xayolimga aka. Masalan, men o'tgan yili Parkent mayni gruppasiga aytgandim-da, kimga manaqa nochorlar bo'ladigan bo'lsa, ko'chatlar besplatniy beriladi deb aytgan yerim bor aka. Va menga hisobimda 4,5 mingtadan oshiq ko'chatga zakaz tushgan, ekson tariqasida. Endi aytyapman mana bu gapni, lekin ular o'zlariga nima qilganmiz? Endi shu odamlarga faqat violet ko'chatini beramiz xolos. Sababi violet ko'chatiga dabro ekan, ya'ni zapret yo'q ekan, avtori bo'lmaganligi uchun. Lekin biz niyat qildik, har bitta ko'chatimizdan gusariyamizmi, lagaremida, misol polonezmi, margaritami, o'sha imkon boricha ko'chatlar tarqatmoqchi edik. Keyin so'rasak, ular avtorskiy pravoda zapretmi yo'q. Ehsoniy o'tmaydi dedi. Chunki egasi rozi bo'lmagan unga deyapti. Tushunyapsizmi? Shuning uchun biz faqat bu nimangizga violet ko'chatini beraveramiz aka. Violet ko'chatida zapret yo'q. Shuning uchun aytdim-ku gruppaga, agar kimda kim obyomni oladigan bo'lsa, biz bilan shartnoma tuzadi. Shu shartnomasiga bo'yicha agarki biz kelisha oladigan bo'lsak, biz avtoriga chiqamiz aka. Shu avtori bilan dogovorlashamiz. Biz mana shunaqa endi shunaqa qilib ko'paytirib sotmoqchimiz. Senga qancha to'lashimiz kerak deymiz. Biz undan baribir aytamiz, sendan baribir bitta ko'chat olmaymiz biz. Biz prosta seni ixtiroingdan foydalanayotganimizga pul to'laymiz. Bu odam ham sendan ko'chat olmaydi desak, men o'ylayapman, ular narxini ancha tushiradi. Chunki ular bizdan moncha ko'chat olasan desa qimmatga tushib ketadi. Yo'q, kerak, bilasiz, yugurayaptimi, ko'p bo'lib ketadi. Ulardan prosta seni ko'chatingligi uchun pul beramiz, shunga rozi bo'l desak, ular rozi bo'ladi ekan, xudo xolasa. Biz bu narsani o'zida ish boshladik-da o'sha, surishtiryapmiz, qanaqa aloqa qilish kerak, qanday gaplashish kerak. Savdo sotiq
marketingchilar bilan gaplashib haligi nima deydi shu ikkinchi tomonda shartnomani nimaga e'tibor berish kerak hammasini уже o'rganyapmiz aka. Biz kecha bugundan boshladik bu narsani aka. Shuning uchun bizga shunaqa yo'llarda aytdiki, biz shunaqa holatdan biz sendan ko'chat olmaymiz. Bizda o'zimizda bor, seni ko'chatingni sotamiz, seni o'zimiz ko'paytiramiz. Sendan baribir O'zbekiston borib ko'chat olmaydi bu odamlar. Shuning uchun bizga narxni tushirib ber desak, ular boshqa varianti yo'q. Ular biladiki, biz undan so'ramasdan sotishimiz mumkinligini ham biladi. Ular biladiki, danniy momentda bizga zapret qo'ya olmaydi sotmaslikka. Chunki biz JSTga a'zo bo'lmaganmiz, ular Yevroittifoqqa a'zo bo'lmaganmiz. Shuning uchun ular bizga zapret ham qo'ya olmaydi ekan. Shuning uchun ular bizga arzimagan narxlarda anaqa bo'lishga rozi bo'lar ekan. Endi buni ularni ham rozi qilgan holatda unutarmiz-u. Demoqchi bo'lganim aka, mana bu boshqa o'zimdagi 16 xil, 17 xil sortlarim aka hammasini avtorskiy pravodan ruxsat olgandan keyin tarqatiluvga berilaveradi. Hech qanaqa muammo yo'q. Lekin violet sorti hozir desiz, hozir ham chiqarib beramiz aka. Mayli, bu mavzuni unda o'zim alohida inshaalloh agar vaqtingiz borida aytsangiz, o'zim harakat qilaman to'liqroq sizga tushuntirganga nima maqsadligini. Balkim borib qolsam o'tirib suhbatlashamiz. Nima uchun bu gruppada mana har bir ustozni chiqarib, har bir ustoz bilan maslahatlashish, fikrlarini bilish. Biz ertaga bu ishni qila olamizmi? Biz bu ishga tayyormizmi? Masalan, ko'chatlarni topa olamizmi? Erta buni sota olamizmi? Keyin qovunda, tarvuzda nimalarga olib borib irg'itmaymizmi degan maqsadda edi. Chunki buga katta mablag' bo'ladi deb dehqonlarga bu vaqt ketadi. Asli mana shularning maqsadi shu. Maqsadimiz shu-da, o'sha. Tushundim sizdan Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli dehqon akalar, o'zi asli vaqtimiz keldi. Mayli qancha bir nimaga qaraganga, mana internet svязь bo'lmay qoldi, boshqa bo'ldi. Yana bir 10 minut qo'shsak, nima deysiz Nasriddin? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimi? Hammaga salom. Nasriddin so'ramoqchi edim. Mana hozir bitta bolam bilan gaplashuvdim. Rossiyadan pitomnikdan olib kirdi-da 5-6 ta sortni. Ofitsialni olib kirib, rastamoshka qildi. Endi u masalan bemalol sotsa bo'ladimi? O'shani aytmoqchi edim. U bemalol sotadi. O'shandan biz ko'paytirsak bo'ladimi yo uning uchun ani pitomnikka yana borishimiz kerakmi? Rossiyskiy pitomnikka. Bu narsa o'zi aslida shu shartnomasini mana ko'pchilik adashtirib qo'yadi, Nodir aka. Nimani adashtirib qo'yadi? Sortda originalligi degan patent boshqa narsa bo'ladi. Masalan, siz haqiqatda shu pitomnikdan 100 mingtamida, 200 mingtamida ko'chat olib keldim, haqiqatda shu odam borib oldi degan qog'oz boshqa qog'oz bo'ladi aka. Bu narsani ko'paytirib sotishga ruxsat degan narsa boshqa narsa bo'ladi aka. Shu nimasiga qarab shuning uchun aka buni pitomnigiga borib turib, masalan men shu narsani ko'rganman, o'qiganman, o'zi avtorskiy nimada ham ko'rganman. Masalan, karamelka sortini, karamelka imенно o'zini avtorlari shunaqa gapirgan, mana Skolnish sadlarda shunaqa gaplar bo'lganda, imенно shu sortlari haqida. Qanday qaraysizlar, avtorskiy pravoga qanday qaraysizlar deganda shu Skolnish sadda avtorlari gapirgan shu gapni. Masalan, bizdan ko'chat olsa, bizga qaysi dalaga borib 1000 ta ekadimi, uni 100 mingta qilib ko'paytirib yuboradimi, bizga nimamiz, biz rozimiz degan. Lekin buni olib turib, masalan, shu sortni olib turib boshqasiga sotadigan bo'lsa, bu yuridik haqqi yo'q, biz bunga rozi emasmiz degan. Tushuntir oladimi? Siz aytgandaqa, kechagi domla aytgandaqa, imенно shu patentni o'qib chiqish kerak ekan. Shu sortni bemalol ko'paytirib o'zi sotishga ruxsat berilgan, haligacha joyi bormi, yo'qmi? Agar joyi bo'ladigan bo'lsa, bemalol. Agar joy bo'lmaydigan bo'lsa va shu sort o'sha kitoblarga ham yozib qo'yadi-yu, haligacha kitob mualliflik huquqi ostida bundagi haligacha kichkina satrlar yoki qanaqadir ma'lumotlar avtor ruxsati bilan tarqatilsin degan joyi bo'ladi. Kitoblarda ko'p bo'ladi bu narsa. Ilmiy kitoblarda ko'proq. Shunga o'xshagan bandi bo'ladigan bo'lsa, aka sotish mumkin emas. Menga shunaqa deb javob berishgan. Nimalar o'zi kecha ham shu narsa Bo'l, tushundim. Keyin aytmoqchi edim, как spravka. 20-yilda o'sha Coviddan keyin, 21-yilda men o'sha shkolniy sat bilan spesializatsiya qildim. Ular menga sertifikat jo'natishdi. Уже почти, как бы kamazam bordi-da joygacha. Bizanikilar ruxsat bermadi-da o'shanda. O'sha shkolniy sat menimcha Sergeymi-da, ota o'g'ilda ular. O'sha
Ага, u menga aytuvdi, вот такая цена и плюс royalty dedi-da. Royalty degani 3 yil ichida sen o'shani anaqa qilasan-da, parvarish qilasan, undan keyin nima qilsang qilib yurasan deganda. Lekin 3 yil to'laysan, shuncha royalty-da. Masalan, deylik $40,000 ko'chatim bo'lgan bo'lsa, yana где-то $20,000 qo'shimcha tushganda pul. А это где справиться? Он говорит, весь мир так работает. O'shancha men shuni aytmoqchiman, siz hozir masalan avtorlarga обращаться qilsangiz, mana qilsam bo'ladimi? Ular aytadi, xo'p, хорошо, 3 yil bizga royalty to'lagin, keyin nima qilsang qilib yurasan degandek. Rahmat. Kelishamiz aka, avtorlar bilan kelishamiz aka. Shu avtorlik bandida nima bo'lsa shunga qarab ish qilaveramiz aka, bu muammo emas. Agar bizga to'g'ri kelsa qilamiz, to'g'ri kelmasa ko'chatdan voz kechamiz bo'ldi. Lekin ko'chatlarimiz aytganimizdagi priceimizdagi hamma ko'chat originalligiga biz hech qanaqa nimamiz yo'q. Javob beramiz, chunki biz ko'chatimiz olib ekkan odam agar ko'chatimiz original chiqmaydigan bo'lsa, qilgan rasxotini, shu yerini haydaganiyu, masalan, udobrini solgani 1 yil vaqtiga suvga, nalogga to'lasa necha milliard to'p ketib qoladigan bo'lsa, shu summasini to'lab berishga bo'ynimizga olamiz. Bu garantiyani menimcha Drisko'dan bermasa kerak. Sababi biz hali ko'chatimizga originalligiga avvalambor Alloh qattiq ishonamiz, chunki hammasini tepasida o'zimiz turganmiz. Mashallah. Bu ko'chatlar O'zbekistonda muammo emas aka. Shu ko'chatlarni oladiganimiz kerak desa 10 mingtami, 20 mingtami, 100 mingtagacha muammo emas aka. Prostalik jelaniya bo'lib, xohish bo'lib aloqaga chiqsa bo'ldi. Albatta, endi Alloh taolo shuncha narsani qilib berganga nasib qildi, bu ko'chatlarga ruxsatnoma yo ko'chatlarni ko'paytirish men o'ylayman bu endi bu yog'i sekin-sekin bo'ladi. Demak, hammalaringizga rahmat, Nasriddinga ham rahmat. Inshaalloh Nasriddin bu bilan biz xayr demaymiz, chunki keyingi hali mavzularimiz bor. O'shalarda yana ham maslahatlashamiz, uchrashamiz. Biz xursandmiz shunday insonlar bilan birgalikda yurtga xizmat qilayotganimizga. Albatta har bir mana shu guruhimizga kirgan dehqon opa, dehqon akalarimizga katta rahmat. Mana shuncha sabr bilan, mana shuncha bir qunt bilan eshitib bizni qo'llab-quvvatlaganga va albatta yaxshi niyat qilib kelajakda yurtga, millatga foyda keltirib O'zbekistonni rizor sohasida dunyo miqyosida yetkazamiz deb ilm olayotganlarga. Hammalaringizga rahmat. Ertaga inshaalloh uchrashguncha kimnidir qiziqqan savollar bo'lsa guruhga yozsangizlar, mana dehqonlarimiz beradi va fikr o'ylaringizni yozib qo'yingizlar. Kamchiliklar bo'lsa inshaalloh harakat qilamiz to'liqlagan. Sog' bo'ling.